programmanın temasida sun'iy aql ve mashina odamlar haqida to'xtalamiz. Shuningla bilan birga shuningga aloqador dunyoviy fan texnikalardan inshaalloh uchragan bo'lamiz. Hayot elektriki bilan aldirash yurgan qarindoshlar 1-2 soat vaqtini berish orqali mushu sohada hali yaxshi bir tushunchalarga ega bo'lib qolsa hech bo'lmas degan umiddamiz. Ekranimizda Qavul Japanimiz. Assalomu alaykum, xush keldingiz. Va alaykum assalom. Xush bulduk. Yaponiyaning aldirashliqqa boshqa yerga qaraganda bek ig'irroq. Shunda bo'lishiga bakmay va birga bu sohada o'qiyotgan, izlanayotgan insonlarningki ko'p bo'lishi bilan Uyg'urlarning ehtiyojining o kadar bek zarur bo'lishiga bakmay, taqdim qiluvchilarning oz bo'lishiga qarata balki mush sohada taxmin yaxshi biladigan insonlarni g'idiqlab qolsak ajib emas degan bir himmat bilan siz bu programmani boshladingiz. Shuning uchun yana tekrar rahmat aytamiz. Oldingi qatorliq programmada yaxshi imkoniyatlar bo'ldi. Bugungi programmadan muvaffaqiyatli taqdim qilinishini umid qilamiz. Xo'sh, so'z sizda sun'iy aql va mashina odamlar haqida bizlarga nimalarni taqdim qilasiz? Ko'rmanlar bilan birlikda ko'ramiz inshaalloh. Marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi yerlariga aziz qarindoshlar, hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Oldin qatam biz yuqori fen texnika va Uyg'urlar degan temani asos qilgan bir yurish boshlagandik. Buningda oldin qatimliq tunji qatimliqimizda 4 sohada elib borgandik. Birinchisi IT sohasi, ondan ya'ni information technology degan gap, ya'ni future texnikasi. Ikkinchisi big data, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumot to'g'rilar. Uchinchisi sun'iy aql yoki sun'iy idrok. To'g'risi, to'rtinchisi yo'qda hozirgi dunyoning oldida ketib qolgan texnik yosh, hamma qag'allar qaraganda biroz yosh bo'lgan kvantum texnikasi. Mustat sohada so'zlab o'tgandik. Buguncha degan vaqtda bugun endi oldin qatim so'zligimiz faqat bir umum tushuncha, ya'ni faqat bir mushunda bir narsa bor ekan, buningki hozirgi taraqqiyot miyada magic ekan. Bundan keyingi taraqqiyotda manda bo'lishni faraz qilinib yetibdi degandek bir ufqum paydo bo'lishlar. Men bu sohada o'qimadim, ammo bu sohani hozir qilyapman-ku. O'zim o'qigan kasb boshqa, hozir qilayotgan kasbim degan vaqtda eng boshda ITdan kirdim, ya'ni to'rbetlaylish va internet sohasi, 5G texnikasi degandek narsalarni qildim. Uning keyin degan vaqtda asta-asta o'zimning burundan qiziqishi va qilib kelayotgan sonliq ma'lumotlarni, cho'ng sonliq ma'lumotlarni analiz qilish va shu asosda yangi sonliq ma'lumotlarni yasab chiqish. Ya'ni AI texnikasidan foydalanib, sun'iy aqldan foydalanib. Mashina o'rganishdan, hozir ashni qilyapman. Endi yana bir men atlar, ya'ni yangi narsalar chiqqan vaqtida uningga qiziqib o'rganaman-ku. Shuningdek ham kvantum texnikasi deyapti, bu chiqdi. Bu chiqish bilan birga kvantum mashina, ya'ni mashina o'rganish deb chiqdi-ku. Burun mashina o'rganish botdi. Endi degan vaqtda kvantum mashina o'rganish yoki kvantum AI deb sun'iy aql deb chiqdi. Endi buningga yuzinib hozir musada o'zimning kuchining yetishicha bir yandan xizmat qilib, bir yandan izlanayapman. Albatta uningda muqim 4-5 yil yoki oliy maktabda o'qimagandan keyin o'qimagan odam izlansa biroz tez. Haqiqatan tez. Chunki asos bilim yo'q bo'lgandan keyin, asos bilim bo'lmagandan keyin asos bilim, ya'ni noldan boshlab o'rganib chiqish kerak-da bu. Kvantum degan nima deganni aytadi. Shu kelar qatim maqtamda shu sun'iy aql va robotlar, ya'ni mashina odamlar. Ikkisining munosabati. Bu ikkisining bir-birisiga qanday munosabati va qanday farqi bor. Bularni asos qilib umumiy tushuncha shaklida so'zlaymiz. Faqat bularni manda o'rganamiz, manda qilamiz deganlarni endi keyin ichkirlab qolsak asta-asta deymiz. Bo'lmasa o'sha umumiy tushuncha ekan deb tushunishinglarni umid qilaman. 3-qatimda inshaalloh nasib bo'lsa, ya'ni kvantumni biroz ichkirlagan asosda 4 sohada hozir taraqqiyot qilyapti. Shu 4 sohani asos jihatini ochib tushuntirishga tirishamiz. Slayderni ochib bersangiz. Birinchi bet yuqori fen texnika va esil fursatlar. Bu oldin qatam 4 soat so'zlagandik, ya'ni AI texnikasi, IT texnikasi, big data va kvantum texnikasi degandek. Endi bularningki Uyg'urchilarini yana desek, yana shu
sizlar hamını öğrengen vaqtında ingliz öğrenisizlar bunu. Endi Uyg'urcha bilsang tex yaxshi. Ba'zi so'zlarning Uyg'urchasini topish taskin yolg'onlikda izlaymiz, uni izlaymiz, buni izlaymiz. Nima degan vaqtda yangi texnikalar chiqqan vaqtda bizningki tarjimonlar bunga yetishmay bo'lmagandan keyin biz shu ingliz tilidan yoki boshqa tillardan shu payt kirgan bo'yicha ilib mengayvergan gap. Davomlashtirib ketkazaveradi. AI nima qarasangmi, resim qarasangmi-chi, A harfi shu yani bizlar artificial degandan keyin IGO degan vaqtda yana odamni o'xshatgan. Shu yana odamning ustidagi bir qilib shaklga aylantirgan. Buni qiliqi bunda bir ma'nosi bor ekan deb resim chiqarib buni boshqa alohida ma'nosi yo'q buniki. Endi sunniy aql deb kelsa bu aslida boshlab kelishimiz kerak. Sunniy degan nima, aql degan nima degandan boshlashimiz kerak. Endi aql degan nima degan gap deb kelgan vaqtda insonlarning aqli parast degan nima degandan boshlaymiz. Chunki mashina odam degandan keyin turibdi bu odam degan kalimasi bor ekan, mashina bor ekan. Demak, odamni mana mashinalashtirgan. Endi bunaqa odamning aqli degan odamning eng normal insonlarning hamda o'rganish, tajriba qilish va tafakkur qilish, his qilish va yoki tushunish degandek iqtidorlar bo'ldi hamda. Mushlarni joriy mush iqtidorlarni bilgandan keyin turibdi. Mush iqtidorlarni biz mashinlarga yuklasak qanday bo'ldi degan gap. Hamda mashinlar o'rganalamdi, tafakkur qila olamdi, tushuna olamdi, his qila olamdi, tajriba olib bora olamdi deganlar. Davomlashtiraylik. Endi aql degan ma'noga qarasak, yana shu boyadan deganimizdek o'rganish va tushunish, tafakkur qilish va his qilish degandek bir turkum insonlar o'zininki normal hayvonlardan farqlanadigan alohidaliklari va hayvonlarga o'xshash bo'lgan alohidliklarni mujassamlagan asosida shuni taraqqiy qildira oladigan va uni texnik ilgarilatadigan narsani aql deb bilsak bo'ladi endi. Yani to'g'rida unikini to'xtamay o'zgarish taraqqiy qilib turadi degan gap. Bu agar unda taraqqiy qilib mangmasa, u aql bo'lmaydi degan gap. Shu payt nol holatda turib qoladi degan gapda. Mandrayli. Endi ma'no qarab endi bu aqlni o'rgandik endi. Endi sunniy aql degan nima degan gap chiqdi endi. Endi sunniy deganni bilsizlar yasalma degan gap. Uyg'urchada endi bir narsaningki yasalma shakli, ya'ni saxt shakl degandek, ya'ni ashuna doğrab yasalgan shakl degandek narsa bor endi. Tabiiy degani endi shu ilohiy tarafidan yaratilgan shakldagi ma'noga yaqinlashadi endi. Sunniy degani yasalgan, ijod qilingan, yaratilgan insonlar tarafidan ishlangan bo'lgan. Ma'lum bir xususiyatlarini, ma'lum bir ortiqchiliklarni tutib elish qilib ko'rinishini tutib elib, ashuni taqlid qilish degan gapda endi. Endi buni tunji qitim tilga olgan mushu sunniy idrok degan odam nima so'zni kashf qilgan odam mushu Jon Markeri deb. Buni ismini men toza nima qilmayman. Buni 1956-yili shu bir nimada yig'inda shu tilga olganda bu. Endi bu odamni ikkinchi rasmini qarasak, bu odamni mushu sunniy idrokniki otasi deb qaraydi-chu. Ya'ni so'zni ijod qilgan odam. Albatta bu odamlar jiqmi desam jiq. Amaliyotda bir jamiyatda futuq qozonganlar ko'p bo'ldi-ku. Ularning ichida endi ko'z ko'rinarlik o'g'ilni asos qilib turmiz. Boshqalar yo'q deganlik emas albatta. Davomlashtiraylik. Bu odam sunniy aql degan nima deganni shu sharhlab sunniy aql degan manda nima deb sunniy aql degan so'zni ijod qilgan odam bu. Ham so'zni ijod qilgan odam ham sunniy aqlniki otasi deb qaraldi. Endi Mao Zedong degan vaqtda sunniy aqlni tunji qitim ishlatgan odam. Bu qanday ishlatdi desam, masalan, urush vaqtlari bo'ldi-ku. 40-yillar, 30-yillar urush vaqtlari bo'lgan. Shu vaqtda tunji qitim mashinalik shifr yechganda, ya'ni mushu tunji qitim ya'ni sunniy aql, ya'ni mashinadan ishlatgan degan gap bo'ldi bu. 1990-yil, 40-yili. Endi sunniy aql degan ikki cho'ng turga va 4 kichik
türünü öz içiga aldy degan gep. Yani insan ölçümge asasen ve başka ölçemge asasen degendek. Endi ikki çoğun tür degan wagtda tefekkür, yani hareket. Muş ikkili boldy degan gep. İnsanlar muşugo tefekkür kıldy ve hareket kıldy. Asaslyk muş ikki çoğun tür degan gep. Yani bunun insan ölçümü çoğun wagtda butunlay insanga okşaş tefekkür kıla alaydygan. Yani insanga okşaş tefekkür kıla alaydygan degan gep. Endi. Endi yana bir söz degan, bana insanga okşaş tefekkür kılıç degan gep, tefekkürle alyky oýnanyp, yani nima kıla alaydy degan gepde, tefekkürle kıla alaydy. Umumylyky nima o düşünçe we ýa-ki başga närselerini tefekkür kılıp ýygynçaklap hulasalap çykyryp bilemen degan gepde endi. Endi ikkinji xil degan wagtda akly tefekkür kılıngan sistemler. Yani aşu siz yani bir närseni akly tefekkür kıla alaydygan halatda. Bu hazırça diýsäňler muşu musaga taraq kıladyr hazır bu. Taqta muşu maşina adamlar insanlarga okşaş ügnelemdi ve özara pikirleşip taraq kıla alam degan gep. Ma wagtgacha biz ügütýatdyk bularga sallarny kirgizip. Emde üzünü goýap bersek, üzi bir näse izlep, tepip, kelip, aşyny üzdäki ügnelemdi o. Degan gep. Endi ikkinji söýgende insanlarga okşaş hareket kılıç degan gep. İnsanlarga okşaş hareket kılıç. Yani bu mında sözlüge wagtymyzda eňi aýrylyp ketmegen bilen birisi insanlarga okşaş tefekkürle kıldy. Yani birisi tefekkür kılan sistemler, üçüncüsü de insanlarga okşaş hareket kıldy. Endi yani bir söýdiýän wagtda bu biraz hazırkı ýüzüne atgan tehdim biraz ilgirlegen säwiýe degan gep. Mesela hem tefekkür kılan insanlarga okşaş tefekkür kılaýan, hem insanlarga okşaş hareket kılaýan. Yani yerim insan degan gep de bu. Yani bu kандай gep degan wagtda maşina adamlar degan wagtda butunlay maşina ol, tümit äsetini kuruldy çoğu. Tümit äsetini. Endi mao çoğu degan wagtda endi adamlar aş maşina adamlaryny işidi deň. Mesela bir kino aýlyk unda kulny kıysalyk bir näse kelip kulagy maşinadek tümit äsek kelip tümit kulak çaplandy şondan aýda bir kino bar diýmek, kino niqapda kiyildiganço. O Kapitan Amerikanma işte tarafı kenara. Aşny göz aldığınız keltirsek bolçu. Aşny oxşaş, uning putildi maşina emasço o. İçide adam bar degan gep. Hazır bununki başka maşina adamlar qaraga wagtkanda artçylyk bar degan wagtda bu bäzi wagtda maşina adamlar tiz inkas qaytaranmaydan ahwalyň bolap galaço. U wagtda adam kontrol kıldy degan gep any. Hem adam bar, hem maşinalik degan gep. Adamnyň güçi yetmegen wagtda maşinanyň güçi degan gep. Adamnyň akly yetmegen wagtda tiz inkas qaytar degan gep. Bayaktan ma bu Adem bilen maşina adamnyň arasyndaky farkda tefekkürü alakalar mezmunlarda topluldy. Bunun meniň düşünçem şu idi yani maşinalar tefekkür kıldy ama bu tefekkür ijadi ummaydy dep düşünetdim ben. Başta düşünüş toğrumu ýa-ki? Hazır şunda da pilot atdy. Ama bunu terak kıldyryp kalsak da hazır haterlik tarapyny şunu dediço. Eger maşina adamlar özüre paranlaşıp özüre terak kıla alışço degan gep. Yani bu her bayatın iki söz gücüydü, hareket ve tefekkür. Ama bu her işkilisi emniyette anның mesuliyatıda. Angı kelgende aşı tefekkür adamın hareketke salıdı. O hareketten istediğin näsini ang belgileydi de. Anı kılma, maksatım mağı digizdi. İşte bu başka maşina adamda ang yok. Fakat o buyrukni icra kıla alaydı dep keldik hazır kadar. Şundan düşünüp keldik. Bu terakki kılıp atkan teknikler bu angını mı yükleyeldi mi ya ki maşinalar yok mu? Aşını terakki kıladı. Yani şu yakın karab ketip atıdı. Mesela bunu bazı kinolarda görüp kalımızço. Sen Türkiye'nin bir kinosu, böyle degan bir kinosu vardı. Belki köygelde boluşy mümkin. Aşnanda AI texnikasının en yuqori seviyesi ve kuantum texnikasının yuqori seviyesi düzeyçi. Yani 2030 yılda turip düzeyçi ananda. Aşnanda şu bir maşina böyle qam degan bir maşinadan baço. İsmi qam. Aş ayında sözlep ketip beripço. Adam bolgandyken bunda düşünüşüm toğry dep garaýsan go dedi.
Adamni sen odammi desa, ha to'g'ri men odam emas-a deb deydi. Yana Demek doğru. hozir mushu taraqqiyotda mangsa hozir yana mushuni haliqi xatarlik deb qarayotganlarchu Hmm. mush tarafini tutyapti hozir. Mashinaning xatarligi deb. Chunki ular mushu odamlarni kontrol qilishdan chiqib qolsa, o'zi ugunib, Afetün o'zi tesadüf taraqqi qilib, kılınmayı. o'zi Hmm. ugunib, o'zi taraqqi qilib, ang shakl nima aql shakllantiradi. Texnim taraqqi qilib ketadi debchu. Ya'ni hozircha degan vaqtda faqat insonlar uni o'gityapti. Hmm. İnsanlar o'gityapti, u o'rganganini bizga chiqarib beradi degan gapda. Hmm. Masalan, hozir oxirida so'zlaymiz, biz bir narsani mashq qildiramiz, uning keyinicha u bizga İcra kılıdı. ijro qilib turadi, mahsulotni ko'rsatib turadi degan gap. Hmm. Agar uchu o'zi hozir yana bir taq, yana biroz kuchaydi degan gap. Qanday bo'ladi degan vaqtda, masalan, siz bir robot yasadingiz. Bir robot yasagandan keyin u robot avtomatik holda siz bo'lmasangizmi uyingizda, o'zini tok qachilay oladigan, o'zi to'rga ulana oladigan qanday Wi-Fi bo'lsa, uning keyindan o'zi shu masalan hozirgi echib o'tilgan kutubxonalar bor-ku nimada to'rlarda. Hmm. Ağaçlardan kitapni tushirib o'rganadigan taraqqi qiladi-chu hozir. Agar uningdan bitab ketsa-chu. Uningdan bitab o'sha sizning uyingizdagi mashinadan bilan mening uyimdagi mashinadan WhatsApp'da misol so'zlashib qolsa-chu. Biraz insani insanın işitin bağlı misallar nur zulmet latafet kasafet deydiğen plus minusluk icabi selbi nimeler var jugurulmalar var. Yani bu maşine ademde eğer icabi sındırılsa icabi olurdu, selbi sındırılsa selbi olurdu dedim. Yani nemi bense şunu birdi dedi, kaytırıp birdi dedi. To'g'ri. Lekin onda pishiqlab ishlash orqali ikki sonni qo'shib oxirida natija plus 4 oldi ekan, menimcha buni 5 qilsak 4dan yaxshiroq bo'ladi deb o'z oldiga harakat ilib borgani boshlasa, albatta bizning tasavvurimizda yoki bizning xabarimiz yo'q nurg'un ishlarni maydonga keltirib o'tish aniq zaten. Shu nimalarniki Elon Musk'larniki hozirgi AI texnikasining unda xatarlik, bunda xatarlik degan gaplar chiqadi-ku. Bular ashani ko'rib yetadi-chu. Ikkini qo'shib 4 bo'ldi. Nima 4 bo'ldi deb qasqanaqa nima 4 bo'ldi degan zamonda ishtiga degan gap. Ya'ni nima 4 bo'ldi degan gap deganda chiqadi degan gap bu. Ash tafakkur o'yla degan gap, tafakkur qil degan gap uni. Agar 2 qo'shsak 4 bo'ldi deganni ashunda ketavergan bo'lsa-chu, biz kirgizib qo'ygan buyruq bu. Agar nima 2 bo'ldi deb o'ylagan tursa, masalan, siz bolangizga meyaga masib manda masang tuzmansang, manda masang bu bo'yning manda bo'lib qoldi yoki badning to'g'ri o'smaydi desa, hamma qilaydi. Ammo bir mazgil o'tgandan keyin, turibdi, men nima bunda masam bo'lmaydi ekan, nima bunda masam bo'lmaydi deb so'rash boshlagan zamonlar, dadimi ota-ona bo'g'ichim o'g'inish qilish kerak-da vaqtda. Chunki u so'g'onga javob berolmay qolsa, u bolam unga bo'ysunmas bo'ldi degan gap. Endi hozirgi nima sun'iy aql texnikasi u darajada xatarlik ahvolga borib bilan bormadi. Agar boyagidek so'zlaymiz, agar ash bosqichdan o'tib, ash bosqichga yaqinlab qolganda boyagi so'zlaydigan bir bosqichimiz bor. 3 bosqich bilaylik-chu AI-niki. Oldin qaytim so'zlagan to'q. Masalan, AI, ya'ni AI-niki bu tarmoqlar bor-chu, uning ichidan bolalar bor degan gap. Undan AGI, uningki nima deyapti? ASI deydi. Hozir AGI-ningki dastlabki qadamlarini beryapmiz-chu. Masalan, Google'da haqsiz o'rganadi, o'rganmoqchi bo'lganlar-chu darslarni. Tamam. Keyingi o'tdik. Endi sun'iy aql insonlarga haqiqatan ko'p foydali ekildi degan gap. Masalan, sun'iy aql insonlarning ish unumini texnimi yuqori ko'tardi degan gapda endi. Masalan, qiyin o'rindash ta'sir bo'lgan, hisoblash ta'sir bo'lgan narsalarni qilib beradi degan gap. Masalan, siz aldirash vaqtingizda sizga yordamlashadi degan. Masalan, sizning assistent degan hozirgi mashina AI chiqib ketdi-chu. Bu mashinada emas, endi AI. U joyga vaqtda sizningki kundalik ishingizni nimangizni o'rinlashtirib beradigan vaqt o'rinlashtirishingizni degan. Masalan, jadvallashtiribchi.
Ularni degandek u AI'lar qilib beradi degan. Bag'asir şirketlardagi assistentlar mastasa qiladi degan. Endi şirketning direktori hozir masalan bir direktor bo'lsa, ikki assistent yoki bir assistent bo'ldi degan. Unda astasa umumiy yo'qaydi degan gapda endi. Hmm. Ularni boshqa ish qildi degan. Ular sizningki nimangizni o'rganish besimingizni va boshqa ro'y besim va nima deganlik ozlitadi degan gap sizning xizmat o'rganish unumingizni, ish unumingizni yuqori ko'tarib beradi degan gapda. Hmm. Endi AI'ninki tarmoqlari degan vaqtda mush tarmoqlari borchu bularniki. Bu AI'ninki, bu AI'ning ichidagi tarmoqlar bular. Bularcha degan vaqtda mashina o'rganish degan gap. Mashina o'rganishning ichida nima bor degan vaqtda hozir eng ko'p qo'llanayotgan mashina o'rganishning ichidagi deep learning deb cho'nqur o'rganish deymiz. Shu ani cho'nqur o'rganish degan bir tur bor degan. Endi bunda qarab baqsangiz mana robot degan nima ekan degan gapda endi. Robot degan eng ostda qarasak robotics deb turdi endi. Demak, sun'iy aqlniki faqat kichik bir tarmoqi robot degan gap. Qolganlari o'zi mana nurg'un turlar bor degan gap. Masalan, hozirgi ishlatayotgan shu sizning YouTube'larmi, Facebook'larmi hammasi AI'ni ishlatadi degan gap hozir. Sen bir tal video ko'rib qo'ysangiz, keyin sizlar uning ashuna bilan yaqin bo'lgan, ashuna munosabatli bo'lgan videolarni sizga to'kab beradi degan gap yana. Masalan, siz bir odamni qo'shib olgan bo'lsangiz, ashuna do'stini sizga yuklab beradi degan gap. Mening do'stim ekan qo'shamsa deb. Bu mashin AI'ning nimasini qo'llanib ishlatganda endi. Endi bular AI'ning ichidan ko'p turlar bilan mushunga asosan qarasak degan gap. Birisi ko'rinti degan gap, yana birisi so'zlash degan gap, yana birisi plan tuzish degan gap, yana birisi degan vaqtda chiqarish sistemasi, ya'ni sirtqa chiqarish. Uniki neural network deymiz, ya'ni nerv to'ri debchi. Mushlar bilan degan. Endi speakni bilsizlar masalan eng oddiysi iPhone'ning Siri bor-ku. Ash bor degan gap. Unikini ko'rish degan gap masalan skanner, yuz tunish, hozir iPhone'larniki yuz tunish nimasi bor-ku, quluplaylar degan gap, yuz tunishlarni. Hozir xil ko'p jiq narsalar ishlatilib ketdi degan gap. Bularni normal holatda sizmi qila olasiz degan gap. Shu ovoz bilan ovoz chiqarish va chiroy tuntish sistemalarini o'zingiz yasay olasiz degan gapda hozir. Endi uni yasagan narsangizni endi uni bir robot qilishingiz kerak. Robot qilishingiz kerak endi. Endi robot qilgan vaqtda uning nurg'un turlari, uning nurg'un ishlari bor degan gap. Buni to'g'ri, buni kalla ishlatib, buni kodlarini yozib, hammasini taqib bo'ldik. Endi buni qanday ishlatamiz degan gap bo'ldi endi. Davomlashtiraylik. Endi miyada bayatdan nimaniki sun'iy aqlniki, ya'ni AI'niki odatda hozir ko'p ishlatayotgan turlari mana bu. Ya'ni AI desa mush cho'ng bir sohachu bu bayatdan deganimizdek. Buning ichida degan vaqtda machine learning bor degan gap. Ya'ni mashina o'rganish degan gap. Uni vaqtda texnimi cho'nqurlab o'rganish deb deep learning deydi uni. Texnimi cho'nqur o'rganish degan gap. Endi mana bu hammasiniki o'z nima ishlarni qila oladiganligi degandek narsalarni yozib qo'ydim. Masalan, AI degan vaqtda, ya'ni sun'iy aql degan vaqtda his qila oladigan, sabab qila oladigan, harakat qila oladigan, moslasha oladigan programma deb qisqalab qo'ydim. Mana endi mashina learning degan vaqtda bu ko'p cho'ng sonliq ma'lumotlarni ishiltish orqali texnimi o'zining iqtidorini yaxshilay oladi degan gap. Cho'nqur o'rganish degan vaqtda bu har xil nerv to'ri, ya'ni ko'p qatlamli nerv to'ri deymiz, endi neural network deb. Ashlarni ishiltish orqali, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumotlarni ishiltish orqali bu o'zini texnimi kelishtiradi deb. Texnimi cho'nqur mukammallashish degan gapda endi cho'nqurlamagan degan gap. Masalan, alaylik, masalan, manda misol qilsak, AI degan vaqtda masalan bir robot yasadik deylik, robotni bunday ko'rgan zamonlar ikki putlab menayotgan bo'lsa, uyur tug'an bo'lsa, odam deb qaraydi-ku endi. Endi nima uchun degan vaqtda mashina learning degan vaqtda uninki ovozi va yuzini tunish orqali bu odamga yoki maymun emaski, hayvon, mushuk emaskin deb biladi degan gapda endi. Endi deep learning degan vaqtda u odamninki hozirgi holati qandaq? Masalan, hozir achchig'lanyapti yoki bo'lmasa
xushallandı, yürkünün soquşqanda, qan ayrılışqanda deganlarni bilalaydi degan gapda endi. Hozirgi mashina hozirgi robotlarcha degan vaqtda qarab sizga nima qiladi, hukm qila oladi. Faqat endi bu taraqqi qilib qolsa degan gap. Bu taraqqi qilib qolsa sizningki masalan sizning oldingizda bir so'tag'an bo'lsa, uni darhol ko'rib, "Ay, mana nisbatan achchig'lanadi jimi bu. Mening gaplarimdan aniqi bezar bo'libdi jimi bu. Man hozir bir nim qildigan o'xshaydi jimi" deb bilolmaysiz-ku endi. Agar bekrak beden tilini o'rgangan bo'lsangiz, qarashlarni ko'rsatadigan texnikalarni o'rgangan bo'lsangiz, balkim bilarishingiz mumkin. Ammo mashina o'rganish mana sun'iy aql texnik taraqqi qilib ketdi. Ashni ko'rib turib, achchiqlansa, yurakning so'qishi bo'lsa, har xil fiziologik o'zgarishlar bo'ldi-ku, qon qizishi bo'ldi, qonningki ustiga yiqishlar bo'ldi degan gap, qon yiqish tizilishi degan gap. Ashlar qarab turib, bu ma'nosida xatarlik hayvon deb turib faraz qilib, ani hujum qilish ehtimoli bor degan gapda endi. Yani hiç olmasa aldığını alады. O'zini Ondan ilgari mudofaga o'tab bo'ladi. ya'ni xatarning oldini sizalaydi degan gap. Endi mayada 3 tur degan degan vaqtda bu 3 turi hozirgi taraqqi qilayotgan cho'ng turlarning birisi. Bu birinchisi ya'ni AI. Bu AIning o'zining ichidan tar doiralik, kang doiralik deb ikkiga bo'linadi. Shu tar doiralikni qo'ydim endi taraqqi deb. Sen A in I deb. Narrow degan gap. Shuni sun'iy taraqqi. Ya'ni bu deyotda bayatniki degan sizni tunuydi, faqat odam ekanligingizni tunib beradi degan gap. Endi qolganlarimcha degan vaqtda uningki AI qismi bor, uningki deep learning bayatniki mashina o'rganish bor degan, cho'qur o'rganish bor degan. Endi sun'iy idrok ninki AGI degan vaqtda buniki darajani tashqari. Nima generative degan gap bor, uni men tarjima qilib qo'yib qo'ydim. AGI degan. Bu hozirgi bosqichga mush kirib bo'ldi-ku, dastlabki bosqichga kirib bo'ldi degan gap. AGI niki. Endi ASI'ninki nimasi degan vaqtda bu texnik kelmadi-ku. Buni hozir kechikkanda balda bo'lib ketsa 2030-yil deb qaratdi-ku hozir. Endi bularning qanday farqi bor degan vaqtingizda AI degan vaqtda bayatdagidek sizning bergan kodlaringiz asosan masalan uningga bir robotni yasagan vaqtda shu mashina quraштirish yoki bo'lmasa bir narsani bo'yash yoki bo'lmasa uy supurish degandek bir narsani kodladingiz uningga. Endi uningdan boshqa bir nima qilmaydi u. Siz nima kodlagan bo'lsangiz shuni qiladi-da u. Uydan sirtga chiqolmaydi degan. Yani konkretni icra qiladi, abstrakt shaklda tafakkur qilib yig'ishtirib qololmaydi. O'zi o'rganmaydi degan gap u. Siz qanday kodlab qo'ygan bo'lsangiz, shu o'lgicha shunday kodlab ketaver degan gap. Endi AGI degan vaqtda bu ham oshni qila oladi, ham o'zini texnikani mukammallashtiradi degan gap, taraqqi qildira oladi degan gap. Ham bir yandan o'rganadi, ham bir yandan o'zining iqtidorini oshirib oladi degan gap. Yana birisi masalan bir odam deyli, u tug'ilgan payt ketavergan bo'lsa AI desakmi, masalan, hech nima qilmaydi-ku. Bir nima o'rganmay yeb ichib ketavergan bo'lsa, buni AI deb qarasak, masalan, AGI degan vaqtda u bir yandan o'rganib, bir yandan hunar qilib, o'zining har xil hunarlarni o'rganib, o'zini texnikani kelishtirdi degan gap. O'zini texnikani taraqqi qildir degan gap. Buni AGI desak bo'ladi. Endi ASI degan vaqtda bu sun'iy darajani tashqari aql, ya'ni sun'iy aqlning darajani tashqari shakli degan gap bu endi. Bu biroz mushning kelgan vaqtda uning kendan qo'rqisi bo'ldi degan gapda insonlarni. Agar ashni to'g'ri shaklda kodlayolmasa, to'g'ri shaklda kontrol qilolmasa, ma'nodan mushnidan chiqib ketib qolgan zamonlar boshqarib bo'lmaydi degan gap. Albatta, insonlar o'zi qilgan narsani o'zi boshqaradi endi. Uni har xil narsalarga ishlatamiz-ku, bas kompyuterdan bir narsa kino ko'rsangiz bilan birga ketadi. Anaki uning o'rniga bir narsa o'rgansangiz, programma tilini o'rgansangiz yoki ingliz tilini o'rgansangiz yoki ish qilib bir narsa o'rgansangiz yoki pul topsangiz, uning ham bo'ldi-ku. Endi uyda qo'yib qo'ysangiz, chiroyli qo'yib qo'ysangiz, uning ham bir o'tadi degan gap. Endi sizda bor narsani siz qaysi tarafga ishiltaman desangiz, shu tarafga mana deydi bu. Davomlashtiraylik. Endi bularni degan vaqtda bularning eng ko'p
Muşunu ügünüme deydiganlar bolsa ýol ýokda muş tillarny çokum ügüniş kerek diýen gep. Däl-de. En köp işletilýän ammabap tillary. Garaýňyz onu. Indi meni ügenligim jol ýokda Python bilen R program dep, Python we R programy. Ýani ma reýazaglyklary ma jylanyňky resimdeki ma serik kökninki. Indi ma Lisp bilen nimeni jol ýokda prolog diýen jol ýokda men onu ügenip bakmanymça. Şoňalyky men işläwatgandykin özemge lazımlykny şirket işletilýän öňümende başgalarny ögenmeýmen diýen gep. Endi eger siz aly mektepde şu sünni akıl we ýa-ki bu nimede robot kesiplerinde okup galsaňyz şo diýen wagtda muşlarny hem işletsiz diýen gep de. Endi hemmeni işletsiz. Onunkende aşnaň ustup bolgandan kin sizning işleýän wagtyňyzda gaýsyny tutup işleseňiz bolýar diýen gep. Yani özüňiz ugun bolup bolgandan kin. Endi bunundan başgalary barmy diýse bar, muşlam emes. Mala en köp işletäwatganlaryň, en köp işletäwatgan ambatlylarda man çykyp boldy. Bunundan başga nurgullar bar diýen. Endi sünni akıl dünýäsi, sünni akylyň dünýäsi demekde bununki bizninki sünni akıl asasen bizninki turmuşymyzny özgertip etdi. Meselem sosial medialar degende hemmesi hazır sünni akylyny işletimiz diýen gep. En oddysy bununda hazırky 21-nji asyrynki en zor galbesini keltirgen kim bolsa Xitay hökümeti diýen gep de. Yani en nime diýmez edik. En ýaxşy şekilde işletildi, özüne menfaat işletildi diýen gep. Paýdalanywatgan. Paýdalanal diýen gep. Yani halyk aşynçylar halykny en ýaxşy şekilde yani nimiş goşun aşynçylar halyk diýse, hak diýse diýen wagtda çünki sünni akylyň teraqqiyat üçin asasen iki näse bar diýen gep. Birisi yüksek derecedeki çoň sanlyk maglumatlar boluş kerek diýen gep. Yani eşya boluş kerek diýendikçe hem eşya boluş kerek. İkinçisi şo diýen wagtda bunyň yüksek tehnikasi boluş kerek diýen gep. Yani hazırky en köp uygularyň en köp tilga gelýän nanotehnikasi çip diýen gep de. Ahyrynda anlaşdyryly. Endi hazırky işletiliş diýen wagtda görgenindek manada meselem bäzi turbetler görüşler awtomatik het ýazdan awtomatik gaýtyrylýar. Aşna chatbot diýemiz, ýani aşna chatbot. Etken bunu uýgursyny tapamagyçka men sxemde görsetsem dep goýdum endi. Siz kanday ýazsaňyz şu boýunça jogap gaýtyryp maňdygan depçi. Onunkende sähiýe sağlaş, ýani dawalaş, saglamlyk we sähiýe diýen gep. Onunkende şol ýokda sanlyk maglumat bexaterligi. Onu en köp işletäwatgan sahalarnyň birisi. Onunkende şol alaka, garsana Facebook ýa-ki hemme diýen gep. Asaslyky muş 4 saat işletildiğin gep. Endi bu 4 saatdaki işletilişe nimiş burun işletme hazır işlediğin gep bolap kaldy endi. Meselem Facebook'nunki ile çıkış görülüşü mümkin. Facebook'nunki bir sekundda 1 minutda yollangan uçurlar bilen görseň aýran kalsa diýen gep. Meselem Facebook'nun işletilýän adam 1 milliarddan aşy diýen gep de endi. Aşnyň hemmesi burun unda ýokdy. Emdi keyin boga wagt jol ýokda o bir sanlyk maglumatlar toplandy diýen gep. Sanlyk maglumatny toplaş arkaly anyň kendin o siz bir näseni meşgul alasyz diýen gep. Meselem bir balyk bir nime ügetken wagtyňyzmy bir qetim dada diýene dep goýsaňyz dada diýmeýdi o. Aýlap, hatda taşgary siz 2-3 ay şu agyzy garapda dada diýen gep. Aşny nurgun qetimlap aglagandan kin nurgun qetimlap egizni meşgul bolup onun kendi en ahırda da diýen bir gänni kılı diýen gep. Yani şunu bilen dalys goşular diýen gep. Şunu okşaşla bu nurgun detallaryny kirgizgenden kin ulany aşyn andyn önüm girişeli diýen gep. Hazırky AI tehnik garsak baýatdan 1850-nji ýyly, 1940-njy ýyllar diýen tunjy qetimlik AI maşyny ýasap bolgan gep diýende. Addy bolsymende. Mähfi şifre ýeşkiçini. Endi hazırkyça hesaplap bersek 60 ýyl 80 ýyl boldy diýen gep. 80 ýylyň teraqqymy nimişmiş ki ýakyn 20 ýyl teraqqy diýen gep de. Endi okşaşlar şu sanlyk maglumatlar toplanmasy bolmaýdy. Buna sanlyk maglumat bolmasa bunu teraqqy kıldıramaysiz diýen gep. Endi sanlyk maglumat boldy, teraqqy kıldyryk ama teraqqiyat sanlyk maglumatga mol sanlyk maglumatga erişdik ama teraqqiyatny tiziltiş üçin ýokary bolgan tehnikage ihtiýajymyz bar diýen gep. Buning üçin nanotehnikasy
ehtiyoj tushadigan gap. Shunga hozirgi eng ko'p pul tepayotganlar shu nanotexnik shirkatlarda hamda shularni. Endi bularni yana ishiltirish degan vaqtda masalan sun'iy aqlning muvaffaqiyatli yo'lga qo'yilishi yana Tesla'ningki mashina sistemasi. Buni bek anglagan bo'lishi mumkin. Endi buninggacha degan vaqtda bumi 5G texnikasini qo'llanuvchi bu. Agar bundan keyin texnik taraqqiy qilsa 6G ni qo'llanadi degan gapda endi. Endi 5G ni boya oldin qatam so'zlab yetib ketgandik 5G to'g'riliqmi. Endi bularning qaytib kelishi, kechikish nimasi hozirgi boshliq serish vaqtda eng qisqa degan gapda endi. Yana birisi AI texnikasiningki tunish nimasi degan gap. Qarshi siz AI boya hozir keyin so'zlaymiz. Chiroy tunishi bilan obyektiv narsalarni tunish degan ikkisi boshqa ikki gap. Ikkisi o'xshamaydi-ku. Birisi odamlarning chiroyini tunisa, birisi oldidagi obyektning nima ekanligi, qancha egizlik ekanligi, uningki qum yumshoqmi, qattiqmi deganlarni his qila olish kerak degan gap. Aniken qarshi tarafdagi masalan hozirgi bu yanada sun'iy aql yuzlaydigan mashinalarninki xatarga yo'liqish nisbati yuqoriladi degan. Nima ish degan vaqtda o'zi so'qmadi, boshqalar kelib so'qadi-ku bunga. Nima ish degan vaqtda bu boshqa o'zi qo'shni minayotgan mashinalar bog'lashamaydi degan gap. Ya'ni aloqa o'rnatamadi degan gap. Agar aloqa o'rnatalib qolsa degan vaqtda, u vaqtda vaqa nisbati texnimi tuvallaydi degan gapda endi. Ba'zi oshirib 0% ga tushadi deb qaraydi-ku. Qatnash vaqasini yuz berish ehtimolligi 0 bo'ldi deb. Davom eting. Boya deganimizdek buni ishiltirishi har qaysi jihatlardan nurg'un endi. Foydasi va kelgusi qanday bo'ldi degandek. Endi albatta buningki hozir men hamma yerga foydasini so'zladim-ku endi. Sen hamma yerda foydasi so'zlan nimasi yo'qmi, buni ziyni yo'qmi dedi qarshi chiqadi endi. Ziyni bor. Ziyni izlab ko'rib bo'ldi degan gap. Endi buningki hozir ishiltirish degan vaqtda urush va xatarli xizmat bo'shliqi masalan qon kovlash degandek, mashina vaqasi degandek tabiiy ofatlar, tozalash va mal sotish qatorligi degan gap. Buningki degan vaqtda harbiy bot. Harbiy bot degan gap shu harbiy ishlaydigan nima degan gap. Masalan dunyo bo'yicha tunji bo'lib Xitoy armiyasi o'zininki nimasiga sepladi buni. Robotlarni harbiy sepiga sepladi. Buni qachon bildilar. Endi advokatlik sistemasi Amerikada nima qilib bo'ldi, buni isbotlanib bo'ldi. Eng yaxshi advokat bo'ldi shu nima sun'iy aql. Endi savdo va saqlanib saqlash deganda muzika degan. Hozir qarasang, bolani hamma qilyapti-ku bizning Uyg'urlar shu ChatGPT'ga yozib, buni yozib, to'rlarga chiqarib yuradi Uyg'uriston deyapsan, manda yozib edi deb. Emniyat bu shuni ishlatadi degan gap. Endi bu sun'iy aql da'vatdan bu zada qanchalik aqlli degan gap chiqdi endi bu. Endi sun'iy aql masalan IQ bor-ku masalan IQ. Intelligence quantity dedi ana. Aqlliqniki o'lchash darajasi degan gap. O'lchash darajasi degan. Ya'ni zehn koeffitsiyenti deb tarjima qildik uni. IQ. Masalan, normal odamlarning degan vaqtda odatda 180 dan 100gacha bo'ladi-ku hamda. Endi uningdan tuvallab olib qolsa degan vaqtda 85 dan tuen bo'ldi degan gapda endi. Masalan, hozir degan vaqtda oliy maktabni bitirgan bo'lsa, ashninki odatda 85 dan yuqori chiqadi degan gapda endi. 85 dan 120 gacha bo'ldi degan gap. Endi tadqiqot bilan shug'ullangan bo'lsa, bir ashlan kasb bilan masterlik, doktorlik o'qigan bo'lsa, professorlik o'qigan bo'lsa, vaqtda 120 ga taqaydi degan gapda endi. Undan eshib ketish mumkin. Endi hozir eng yuqori IQ nisbati eng yuqori kimdan desa shu Einstein deb qaraydi-ku endi. Hozirgacha. Qolgani eshib ketdim bilmayman endi. Einstein 160 degan edi. Endi mashina 5 daqiqa hozir. Endi mashinadan nocho degan vaqtida ustiga. Mashinadan nocho degan vaqtda IQ'si qaraganda 12952 degan gap. Ya'ni odatda dunyo xalqlarida birisi qonun, yana birisi meditsina. Niki imtihoni eng ta'sirlichu imtihonni. Endi AI o'tdi degan gapcha shuni ishlasdan meditsina imtihonidan.
Endi texdim yaxshi tushunishdim, yana ikki tal misol bor. Birisi degan vaqt, hmm, bularni selishtirgandan texdim yaxshi tushunish uchun yana bir davomlashtirilsin. Mavju degan vaqtda oltin biliq, buni bilsan, oltin rangidagi biliq. Buningki estish qobiliyati bek tuvan deydi-chu. Endi buningki nevron sistem, nerv sistemasi, nervus degan vaqtda nevronchu, nervus. Yani maymunninki yana o orangutan bor, bayatın maymun. Ashninki 10 mingdan bir ekanchu. Endi maymunning degan vaqtda odamninki 10 dan 1 degan gap. Nevron sanasi. Endi odamnikini chiqarmoqdik, odamning resim bermay qoldik. Endi ma resim qarasak degan vaqtda AI, masalan, hozirgi o'sha ChatGPT, u bu degandek, Gemini degandek, uninkidan boshqa har xil chat nimalar bor-ku, masalan, Uyg'urlarniki yasatgan ChatGPTlar bor degandek. AI nimalar bor degandek. Endi bular hozir qilgan gap. Endi keyin 10 yil ichida degan vaqtda, yana 10 yil ichida degan vaqtda AGI bo'ldi degan gap. Bu aqlliq darsi qanday? Bayatdan AI degandan 12 ming nechizidiku. Endi bu AGI bo'lgan qanday bo'ldi degan vaqtda bu odamdan 10 aqlliqlar bu texdim. Endi ASI degan degan vaqtda bu odamdan 10 ming asal qildi degan. Ya'ni odam 10 mingdan 1 degan gap. Ya'ni bu nimaga uchib qoldi degan gapda endi. Ya'ni oltin biliq bo'lib qoldi degan gapda endi. Undan bekri surishtirib oltin biliqni maymunni surishtirib endi odam bilan maymun bo'lib qoldi degan gapda endi. Ya'ni 2020 yildan keyin agar taraqqi qilmasaqchi biz taraqqiy qilsaqmi o'zgarmaymiz endi. Shunday bo'lsinmi? Taraqqiy qilmasak, o'sha ASI'ning oldida biz oltin biliq qilib qolamiz degan gapda endi. Hozircha degan vaqtda hozir maymunlik darsiga chiqib qoladi degan gapda endi. Endi texdim taraqqiy qildirgan. Endi bularni bu sun'iy aqlni taraqqiy qildirish uchun nima kerak degan vaqtda yuqori saviyadagi cho'ng sonliq ma'lumotlar bo'lishi kerak degan gap. Birinchi degan vaqtda cho'ng sonliq ma'lumotlar odatda 3 o'si bo'ldi-chu. 3V deb qaraydi. Hozircha degan vaqtda 5V bo'lib ketdi-chu. Ya'ni son bo'lsa olmaymiz dedi. Nechqa degan vaqtda mahsulot ko'paygan sari ehtiyoj kamlab qolgan vaqtda nima bo'lsa elaverdi-ku. Sen ehtiyoj eshib ketganda. Ehtiyoj eshib ketsa nima bo'lsa shuni qabul qiladigan gap. Ya'ni qo'sqa ichib ketganda hemen yeydi, to'ygancha tanlab yedigandek. Tanlab yedi degandek, endi burun 3 yeyapti. Endi degan vaqtda turibdi. Bu detallarni hammani yig'ib bo'lmaydi. Bularningki qimmati varlarni yig'ayli. Qimmati bo'lsa, foydalanish qimmati bormi yo'qmi? Haqiqiylik bormi yo'qmi? Yani to'g'rilik darajasi qanday? Degan ikkisini qo'shdi-chu buningga. Shuning bilan 5V bo'ldi degan gap bu hozir. Endi detalarni yig'ib oldik, uni keyin davomlashtiraylik. Hozirgi yana bir dataning kelish manbasi eng ko'p keladigan manba shu lot, ya'ni IoT deymiz mana. Shu kompyuterga bog'langan narsalarning hammasini shu IoT deymiz. O'shan hozirgi ishlatayotgan uylar, to'nglatqilar, kiraloqlar degandek hammasi to'pliq supurgilar, elektronlik supurgilar degandek-chu. Ashlan hammasi mashinalar degandek, telefonlar hammasini mushlardan nurg'un datalar tayyor bo'lib berganlik uchun bu datalarni ishlatish orqali AI ni texdim taraqqiy qildira olamiz degan. Andan bu taraqqiy bo'lgandan keyin nimani mushu biz IT'siga xizmat qildik. Masalan, Facebookdan nurg'un datalarni oldik. Uni olgandan keyin uni sun'iy aqllar qilib ishlatish orqali uni yana shu Facebook xizmat qildirdi degan gapda endi. Sen hozir deganimizdek bayatningizdek sizni men qo'shib olgan bo'lsam, sizning shu sizning necha do'stingiz bo'lgan bo'lsa, menga tavsiya qilib-chu. Madamning mancha do'sti bor ekan, sen madamning do'sti kelsa qo'shib olamsan debchi. Shuni ham qo'shadigan gapda endi. Ani bayat deganimizdek masalan eng oddiy shakllarcha masalan sizning ovozingizni andan masalan eng oz bo'lganda 10 ming dek odam 10 ming dek ovoz bo'lishi kerak-chu yana 10 ming odamning ovozini sizningki masalan sizning bir qatim ovozingizni kirgizib qo'ysak bo'lmaydi-chu uni. Sizning ovozingizni necha xil chiqarasiz-ku? Masalan achchig'ingiz kelganda bir xil, xush bo'lganda bir xil,
jim o'tirganda bir xil, uyqungiz kelganda bir xil degan gap. Har xil ovozlaringizni to'xtamay kirgizing. Shuning bilan siz gap qilgan zamonda, ha bu Ahmadjon apandimkin deyaladi degan gap. Ana chiroyli tonish uni sizning shu necha xil gap qilishingizni masalan shu har xil masalan tuz hech qanday bir kayfiyatini buzmay shu normal gap qil degan vaqtda uni necha qitim elib olamiz-ku uni. Hatto o'z qitimlab elib olamiz degan gapda uni. Unikin achchig'ing kelgan so'zligini o'z qitimlab olamiz degan gap. Ash detallarni kirgizish orqali sizningki ovozingizni anglagan zamonlar mash AI-chi mashinadan deydi, mashinadan. Ovozingizni angladi. Ha, Ahmadjon apandim yaxshi keldingizmi? Marhamat deb mehmon qalat kutib bo'lganda ashla his qila oladi degan gap. Endi ma yana Ovoz bir farqlantirishga aloqador bayatdan eng azından 10 ming bo'ldi degan gapni kartta. Uyg'urlarning ishida menda ovoz to'plash haqida bir iltimos bo'lib bir program bo'larkan. Ularning shu ovoz sandiqini to'shqizanmayotganlik nidosi bor edi. Yani şurada bo'lgan chog'da shu eng azından 10 bir odamning 10 ming nemisi bo'lish kerakmi? Yoki yo'q, bir odamning 10 ming emas. Masalan, bir odamningki shu masalan u tadqiqlash obyektiga bog'liqchu. Masalan, faqat ovozini ep qo'ysa, sen Uyg'urcha gap bo'lsa bo'lganlar bo'lsa, u sizningki bir qatim olsangiz bo'laverdi, ikki qatim olsangiz bo'laverdi degan. tushundim. Ammo Bir odamninki psixikasi bilan aloqador bo'lgan ovozning o'zgarishiga qarab turib, har o'zgarishidan bu qaysi holatidan chiqayotgan, qaysi xil ro'yxatidan chiqayotgan ovoz ekanligini analiz qilish uchun ovoz sandiqda ya'ni material ko'p bo'lishi kerak ekanda. masalan, sizni ovoz tonish sistemasidan orqali kontrol qilmoqchi bo'lsa, deyli, sizningki necha xil ovozingizni kontrol qilish kerakchu. Bo'lmasa siz ochig'ingiz kelganda bir xil ep qo'yiblar, qolgan xushallik yo'qsiz gap qilsangiz tuniyolmay qolchi, kim bu deb. Tunuga masalan sizning xushal bo'lgan vaqtdagi ovoz astiqchu ismini yozib qo'ymiz-chu. Ahmadjon deb. Unikin qayg'urgandek ovozi, ya'ni Ahmadjon deymiz. Shu oshni kirgizib, Ahmadjon qayg'urgan vaqt menda ovoz chiqirdi, xushal bo'lgan vaqt menda ovoz chiqirdi deb aylanib shu mashq qilaveradi-chu. Anda sen bo'lgandan keyin masalan necha sizninkidek birdamnikini qilsak hamda sen oshniki eng az bo'lganda 10 qitimliq ovozlarimiz shu cho'giltimiz uni. Agar bir qitimlab shu to'xtavsiz necha qitimlab aylantirib bersangiz bo'laveradi hamda. Shuningdek nimasinizki tunish enalik darajasini texnik yuqori ko'tarman desangiz, shunchaki konkret bo'lgan sonliq ma'lumotga muhtoj degan. Tushunishku. Mana chiroy tunish sistemasi degan joyga vaqtda bumi o'xshash degan gap. Chiroy tunish sistemamizda o'zingizning mush alt ko'rinishini tatib qo'ysa rasmga. Agar maskadan bir taqib ko'zoynakdan bir taqib manda qilib qo'ysangiz-chi. Tuniyolmaydi degan gap. Tuniyolmaydi. Shu sizningki shu bir vaqt rasmda e'lon qilindi-ku bizningki Uyg'ur faoliyatchilar ko'tarib yurgan. Shu rasmlarda nurg'un shunda suzuk rasmlar-ku bu. Shu o'ng tarafga, so'l tarafga, ostiga, ustiga deganda rasm tushiraverdi degan gap. U rasmni aylantirib orqali sizningki shu bir yeringizdan shu maskaga bir quloqingizning egizlikka, kengligi degandek bir narsalar soldiq o'tirib-chi. Shu maskaga zamonda sizni tuniyoladi degan gap yana. Aşağıda taraf qila oladi degan gapda endi chiroy tunish sistema, chiroy tunishi. Agar oldi tarafni tuniydigan bo'lib qolsa, u mukammal bo'lmaydi qoldi-ku u. Endi hozir chiqqan rasmchodi vaqtda bayatida menda hamma sonliq ma'lumotlarni kirgizgandan keyin oldidagisi. Mavjud vaqtda shu bayatdan mashq qildirmiz degancha, mangmamniki, manga tiya bu. Mangmaydi ekanda. Manga ticha aslavi. Manda lipildab manglaydi. Mushna degan gapda, men to'xtamay shu bir-birini aralashtirib mashq qildirgan gapda. Eng oxirida mushukmi yoki itmi deganni chiqarib beradigan gap. Ma'noda tushundi. Buningga sonliq ma'lumotniki sizninkiligi mashq qilishingiz uchun unda jiqim sonliq ma'lumot ketmasin bo'lchi. Mana virtual rasm bilan qila olasiz degan gap ma'nodachu. Virtual nechtal rasm nechtal endi qanchalik jiq bo'lsa sizning ishning turlari ko'p-ku. Ishni misol olyapmiz qanda. Qanchalik jiq ish bo'lsa shuni tuniyoladi. Masalan,
bir müşkni aldırıcılap tatib qo'ygan bo'lsak, keyinchilab qo'yishchu. Uni tunayolmay qoldik endi. Agar boshqa mushuk turi turib qolsa, udan tunayolmaydik. Shuni deb qanchalik sonlarimiz jiq bo'lsa, shundan gap. Endi bularni o'rganish uchun degan vaqtda bu hozirgi eng oddiy o'rganish usuli degan vaqtda boyagi emansangiz oldiga. Mana men burun bir chiqargan nimada hozir dars qilmadim endi. Bu sun'iy aqlni o'rganaman degan odam birinchi bo'lib statistik bilish kerak. Cho'qim bilish kerak. Statistikni bilmasa buning amali yo'q degan gap. Statistikni bilmasin bo'ldi degan deydiganlar bo'lishi mumkin. Ular shu ma'niy yo'ldan o'rgansin degan gapni. Anaqa teya nimaga shu kirgizib qilib qildi degan gapda endi teya ko'rsatmoch meyagmani kirgiz deb ayna chiqayotganlar borchu hozir pul bersangiz pul to'lab ishlatasiz degan gap. Endi o'zim shunda mashq qildirmay desangiz cho'qim statistik bilim bilsangiz, matematikadan ayrilmaydi, ya'ni statistikdan ayrilmaydi bu mashina o'rganish. Uning keyin yoqda uning ishlatilgan programma tillari bor. Eng ko'p ishlatilgan hozir eng ko'p ishlatilgan joyda Python. Endi Pythonning kutubxonalari bor, NumPy degandek. Bularni cho'qim bilishingiz kerak degan gap. Endi uningda qarshi yoqda ularni mashq qildirish, ya'ni shu sonliq ma'lumotlarni mashq qildirish uchun deyotsa TensorFlow dan LSTML degan nima bor. Bularni o'rganishingiz kerak endi. Endi bular qo'shimcha o'rganadigan narsalar deyotsa endi MySQL dan o'rgansangiz, Gitlarni o'rganishingiz kerak degan gap. Mush odatda siz normal bir sonliq ma'lumotni men masalan alaylik 7-oylik sonliq 7-oylik 8-oylik shu oltinning bahosiga asosan men 9-oyda bahosining qanday bo'lgan bo'lmaydiganligini bir tekshirib qo'y desangiz-chi. 8-oylik sonliq ma'lumotni hamma elib, ashni analiz qilib bo'lgandan keyin ashniga yana bir 9-oylik datani siz sonliq ma'lumotni faraz qilasiz degan gap ashnaga kirgizish orqali. Uni faraz qilgandan keyin sizga bir yana bir sonliq ma'lumot chiqarib degan gap. 9-oyning 1-kuni manda bo'ldi, 2-kuni mancha bo'ldi, tuven dars yapilgan vaqt, echilgan vaqt deb qiyin bor, paycheklarniki. Ashlarni chiqarib degan gap, shunga asosan grafik chiqarib degan gap. Ash grafik asosan 9-oyda oltinning bahosi ya tushdi ekan, ya asosan o'zgarmaydi ekan, yoki bir o'rlaydi ekan deganga asosan ya erishni yoki setib erishni qaror qilsiz degan gap. Endi ashlarni qilaman desa, shu ashni hozir degan soatlarni cho'qim o'rganish kerak endi. Sun'iy aqlning uchun keyingi ya'ni buningdan keyin nima bor degan gapda endi. Hozirgi qilsa sun'iy aqlni to'xtovsiz ekilib shu kichigiltish orqali insonlarniki har xil yerga o'rlashtiradi-chi hozir. Masalan, ko'zga o'rlashtirgan ahvollar bor. Undan keyin quloqqa o'rlashtirishni sinab qiladi degan gap. Undan keyin boshqa menga o'rlashtirishni sinab qiladi degan. Bu menga o'rlashtirish degan gap, u menga tiqiydi emas. Menga shu bog'lash orqali masalan o'rnidan turolmaydigan yoki bo'lmasa harakat qilolmaydigan yoki bo'lmasa masalan ko'rolmaydigan odam bo'lsa ko'rishniki bu sizniki yorug'lik keldi ko'zingizga, undan keyin uni shu elektron eqim olib kelib, uni sizga nervingizga aylantirib berish kerak degan. Ashani sizdigan narsa buzilib qolganligi uchun nervga bormaydi-da bu. Endi ashani sizdigan nimani menga ketmaschu. Ko'ra olish mumkin degan gapda endi. Hozir shu sohadan tadqiqot qiladi. Buni taraqqiyoti borgan sir tiziladi, biz yetishalsak, hozirdan tortib shu AGI'ni o'rganishga boshlasak yetishib ketishimiz mumkin deydi. Yana keyinda qolsak yetishmaymiz. Endi buni ishlatishni so'zlaymiz yana. Davomlashtiriladi. Endi xulosa qilib aytgan vaqtda bu sun'iy idrok nim bilan nimning degan gap. Ilm bilan sapsaplar, afsona degan. Masalan, nimishqa deyapti? O'ylaysiz sen, ma ishni bunda birini qilib bersa, mana o'ttasam men uchun bunda qilib bersa, men uchun o'ylab bersa, men uchun urushga berib, urush qatnashib kelsa, deb bir xiyol qiladi-ku burun. Endi shu yoqda ashni reallik, xiyol bilan hozirgi o'rgangan bilimlaringizni birlashtirish orqali yangi bir mahsulot ishlab chiqarasiz degan gapda endi. Sun'iy aqlim shu orqali robotlar shu orqali chiqqan narsalar. Har qanday bir narsa yasalishdan burun shunday bo'ldi-da endi. Qiz qiyinchilikqa vaqtim sen mandaroq bo'lsa, mamda mashina deb ketib vaqtda, mashinani birdan uxlab olsam o'zi haydab bersa, men yarim soat haydab bergandan keyin uyg'onsam degan bo'ldi endi. Ashdan o'ylagandan keyin menga aytda bo'lsa rohat bo'ldi deb shuni to'xtatdi. Mashina avtomatik haydaydigan narsa bo'lsa mumkin deb o'yladi shuni. Ondan mojat tushgandan keyin biz aslida mumkin bo'lmaydigan narsalar hozir mumkin bo'ladi-ku ana. Tasavvurkinda tasavvurlarni.
Endi afsona deb Medbek nima deb qo'ygan men shunliq unda qarasa voy bu afsonalardan birini bulamdi degan Hmm. gap chiqadi. Sun'iy idrok texnikasi yo'lida hayotning yana bir tarafi o'zi yangi ideya, yangi tema, yangiliklar qatorliqlar bo'ldi. Endi bu ham odamni qiziqtirdi, ham hayron qoldirdi degan gap. Ba'zi qiziqadi to'g'ri, ammo buninkilikqa qila oladigan ishlarini qila oladigan ishlari bundiki qilayotgan ishlarga qarab turib siz ham qo'rqaysiz ham bir xil hayron bo'lasiz-da, voy mushundan qila olaman deb. Endi sun'iy idrok to'g'ri kinolar tasvirlangandek ashiliq mashina odamlardek bir-birlab urushib, undaq qilib ketishi hozircha mumkin emas. Ammo bu hozir yangi dunyo, hozirgi dunyoni texnik o'zgardi degan gapda. Hozir Hmm. davomlashtiraylik. Endi mashina odam bilan nimaniki sun'iy aqlniki mayda farqini ko'rsatib qo'ydik endi. Sen sun'iy aql qarshi bu yerda normal so'zlimsin bo'lgan mazmunda asli sun'iy aql degan asosan shu kompyuterda bo'ldi. U ma'namaydi, tutolmaydi. Ammo mashinadan deyotgan vaqtda ham kompyuterda qilgan mahsulotlarni uning kirgizgandan keyin u ma'nadi, harakat qildi va odamlarga o'xshash ish qila oladi degan gapda endi. Endi bularning ichida hozir men bayatın deganimiz yo'qchi, mashina odamlarning kirgizish so'z to'lqini bayatın dedik-ku, so'z orqali his qilish degan gap. Undan keyin chiroy tunish degan gap. Hozir eng ko'p ishlatayotgan shu hakellar degan gap endi. Keyin davomlashtiraylik. Endi robot keldik-da, endi robot istaydigan shu mashina odam deb oldik endi. Davomlashtiraylik. Endi mashina odam degan nima u? Degan yana so'zlasak, yana shu mashina odam shu sun'iy idrok orqali taraqqiy qilgan va unumli faoliyatlarni, unumli tafakkurni bir taraf qila oladigan bir uskuna desak bo'ladi endi. Bir mashina desak bo'ladi endi. Endi bayatın ko'rganimizdek bu mashina odam degan joyda shu sun'iy idrokning kichik bir tarmoqi bu. Endi buni yasash uchun degan vaqtda birinchisi sun'iy albatta fizika ketadi. Undan keyin ximiya ketadi. Undan keyin kompyuter ketadi. Kompyuter bilimlari. Undan keyin matematika bilimlari ketadi degan gap. Undan keyin falsafa ketadi degan gap. Ya'ni o'ylab tafakkur qilish uchun dedi. Ashlarning hammasini yig'inchoqlanib bir qurilmali kelib yasalib chiqishi shu robotni yasab chiqdi endi. Bu faqat sun'iy aql taraqqiyotida robot yasaldi degan gap emas. Sun'iy aqlga asosan mashina odamni qanchalik harakatchan, qanchalik qulaylik qilasiz, kalampay qilib qo'ysangiz bo'lmaydi-ku uni. Qanchalik harakatchan bo'lsa yaxshi degan gap. Hozir mashina odamni yasash masalasi emas, yasaganni qanchalik sipta va qulaylik harakatchan yasalash masalasi degan gap hozir. Qanchalik ko'p ixtiyorlik qila olish masalasi. Ana ma'laqasi umum tushuncha deb mashina odam degan nima, mashina odamning harakatlanishi, ana kompyuter ko'rishi, ana keyin zapchastlar, mashina odamning ishlatilishi degandek 4 soha bo'yicha so'zlaymiz. Davomlashtiraylik. Endi mashina odamning turlari bor-ku, masalan, harakat holatiga qarab turib mashina odamlar-ku. Harakatning turlari, masalan, qanday harakat qiladi? Ma'amdi, o'milamdi, jumlamdi degandek-ku. Ashlarga asosan bu 4 cho'ng turga bo'linadi. Birinchisi degan vaqtda endi harakat degan nima deganini buni o'zing ko'rasan bu. Birinchisi putliqlar, ya'ni odamga o'xshash puti bor degan gap bu. Odamga o'xshash puti bor, ya'ni. Undan keyin chaqliqlar, ya'ni chaqi bor degan gap. Undan keyin put bilan chaqning birikishi. Undan keyin iz qo'g'lash, ya'ni siyrilib manish degan gapda endi. Resim bilan birlikda chiqdi. Davomlashtiraylik. Mana putliq degan mashina degan gap mana. Ya'ni puti bor, o'zining 4 putliq, 6 putliq, 7 putliq degan. Macho degan chaqi bor degan gap. Endi yana birisi chaqi bilan putning birikishi degan gap mana. Ham chaqi bor, ham puti bor degan gapda buniki. Tiziyada gujjudi mangdi. Peshtaxtaga taxta tizimi degan gapda. Ma'lumda shu yana silab mangdi degan gapda endi. Sirilib mangdi degan gap. Kompyuter ko'rish iqtidori degan gap, masalan, chiroy tunish sistemasi bor-ku, ashlarni ko'rsatadi degan gap. Masalan, nurg'un rasmlar va bir turkum rasmlardan foydalanish orqali o'shalarni avtomatik chiqarib beradi degan. Ta'liq qilib beradi degan gapda. Masalan, bayatda sizning
Masalan, hozirgi eng yangi nimada meditsinada taraqqiy qilgan nimasi tilingizga qarab turib sizningki hozir yaqinda e'lon qildi nentiqi. Tilingizga qarab turib qanday kasal bor yo'qligini deb beradigan shaklda e'lon qilindichu. Ya'ni sun'iy aqlniki. Tilingizni ko'rsatsangiz, ashuna tilingizni ko'rsatish orqali sening o'pkangda masala ekan, jigiringda masala ekan, yoki manda ekan, normal ekansan degandekchu. Ashdan deb beradigan shaklda bo'ldi degan gap. Bu nima? ilgari vatandagi vaqtlarimizda tumov tutatdi. Ko'ziga qaraydi. Man tilga qarashni mana shu chet elga chiqib, biz zaman Uyg'urlar ichidan chiqqan bir doktor bor o'sha yerda, hem doktor. Bir qancha fanninki nimasini olgan, sertifikasini olgan, aralab u yerda leksiya so'zlaydi chet elliklarga. Rasmiy iqtidori bor qarindishimiz ham. Shumi tiliga qarab turib diagnoz qo'ydi-da, tillarini ko'ray deydi, deb chiqarib bersak, manda til o'qiydi ekanda, tilni. Hozir sizningki deganingizda mushu nani, ya'ni sun'iy aql o'rgatilibdi-da. Aldin qatim bizningki men nima deymchu men bilan bir tajribaxonada ishlagan bir ayol bordi. Ash ayol nimani qildi degan vaqtda mush tilninki anaqa pokizlik va menitligi tisharqi va boshqa ichki a'zolarning kasalliklariga ta'sir ko'rsatamdi degandekchu. Ash tadqiqotlar doktorlik maqolasini bitdi degan gap. Maşallah. Ya'ni bu yaponlarcha kichik bir temani tutib ashni tadqiq qiladichu. Shunda bo'lgandan keyin nima ko'p desangiz doktor ko'pchu bu yerda. Masterlar ko'p. Ameliyatda o tilni haqiqatan ayrim yumaymiz biz zaten unda ko'nmabdik. Bir qilib baqili desam unda oson emaskan u. Til o'zi bardosh bermaydi ekan. Biz uni ko'ndirmaganligimiz tufaylidan tilni masalan tish tozlaydigan tish cho'tkisi bilan unda qilib baqsa yoki ma'lum narsalardan qilib baqsami unda jim tug'inolmaydi ekan. Taqat qilolmaydi ekan. Biz unicha tajribaxonada laylagandan keyin ashni uskunani yasatdiqchu shirkatga. Yasatgandan keyin har bir tajriba sonliqni to'plashimiz kerak-da hamda. Unda bo'lgandan keyin biz har bir odamga 1000 yen berdiqchu. Yapon pulda 1000 yen debchi. Ashni berib, 7 kun mushni mashq ashna bizga soat manchadan manchagacha 3 qatimda tilingni nima qilib bergan. Tilingni anada chaq nima qilib, yasatgan narsachu. Unda sirdichu, sirgandan keyin ashni bizga rasmga tortib yo'llab bergan debchu. Har kun 3 qatimdan 7 kun qilib bersang, sen biz Yaponiya pulda 1000 yen beramiz debchu. Ashna berdiqchu hamda. Ashna bergandan keyin uni birmo sonliq emas yig'ildichu uningga. Ba'zi hammani o'quvchilar qilmaymiz. Shu sertifikat odamlarni qilishimiz kerak degan gap. Ba'zi odamlar ret qiladichu, ba'zi odamlar qabul qildi degan gap. Ana kompyuter ko'rishning vazifalari degan bayatni deganimizdek OCR, ya'ni OCR degan shu chiroy tunish degan gap. Ya'ni nima qilsak endi bu biroz chiroy tunishdan biroz boshqaroq masalan bu qanday degan vaqtda masalan sizga PDF shaklidagi hujjatlar bo'lgan bo'lsa, ashnalik hammani yurib elib olmaydi desangiz-chi. Ashni elib olish. Uning keyin masalan hozirgi ma'vo shirkatlarning DX degan digital degan bir narsa anlamoqchi, DX niki. Ashcha degan vaqtda hozir shirkatdagi materiallar, hujjatlar-chi, hammasi qog'ozga. Agar bir yerda verib kelsa, yoki bir suv besib kelsa qanday bo'ladi? Hammasi yo'qaydi degan gap yo'qmi? Endi shuni biz ashta digital ekan, ekil olsa qanday bo'ladi deganda, uni hammani bir skaner qilishga bo'lmaydi uni. Endi qanday qilish kerakligini bir xil ashna bir app yasadik-chi biz OCR deb. U qanday qildi degan vaqtimda tanlagan zamonlar biz ashniki Teamsni hammasiga chiqib beraylikchi. Masalan, Teams miya gezilsin, ism bo'lsa miya gezilsin, tekst miya gezilsin deb hammani belgilab beramiz-chi. Ashni bestilanda birdan to'g'aniga tasdib besitimiz shundan u xat avtomatik ayak bar degan gap. O'sha shaklda bo'ldi, saqlashni besiblar, u PDF shaklda saqlanadi, ham ko'chirib ishlatamiz, ham o'chirib degan gapda uni. Ashna bir OCR yasadikchi biz. Hozir mandaqi normal qog'ozlik hujjatlar qaragan chog'da digital holat saqlash taxminbek mukammal bo'lganligi zaten oddiy bir ong'a aylanib ketibdi. Bizga tavsiya qilganlar ketdi-ku, nega borsak digital holat tekstning taxmin yaxshi unumli bo'lganligini deydi. Masalan,
bir narsa ilib, uningdan nima chiqaramiz-ku, papiyo deydi Xitoycha, men bon deydi. Uyg'urcha nima deydi uni? Tal. Taluna. Ay talonnimi endi masalan digital bo'lsa, mukammal bo'lgan bo'ldi deb ashta nima qiladi ekan endi. Chunki men normal talonda hech qanday qilmasam, ma'lum muddatdan keyin o'zligidan o'chib ketadi ekan u. Hmm. Ma'lum bir tarixdan keyin. Hozir agar masalan Yaponiyada tamg'idek ko'p ishlatadi-ku, tamg'i. Ha. Sizningki cho'qim bir ish qilsiq bir Yaponiyaga kelsangizlar eng boshda qiladigan ishingizning birisi tamg'ingizni yasatasiz degan. O'zingiz xos tamg'ingiz bo'lishi kerak-ku. Agar u normal bo'lsa, agar boshqa cho'ng shirkat qurish yoki bo'lmasa man o'zingizning nomida enig oldirasiz-ku, agar aytna cho'ngroq ish qilib qolsangiz. Uni enig oldirgandan keyin sizga bir nomer berdi-ku, shu nomer bilan sizningki to'rdan tekshirsangiz nomeringiz chiqadi degan gapda endi. Bunda tamg'isi bor deb. Maladan boshqacha degan vaqtda senzor, senzorni o'xshashli buni yasagan vaqtimizda biz yana bir tal projekt qilgandik. Masalan, dehqonchilik bir bog' odam bor ekan-ku, shu odam pulchi odamga u. Mening maqsadim bu Yaponiyadagi AIni yuqori ko'tarish debchi, texnikasini yuqori ko'tarish, hasi qo'shay deb keldim deb. Mening yasagan nima degan vaqtda, shu mening bir beg'im bor debchi. Ash bog'da dron bor-ku. Ash dronni mangdigan vaqtimizda har bir men ham menib ko'rib bo'lmayman debchi. Eşimni cho'nglab qoldi, men ko'rib bo'lmayman, o'tirib mansam, qaysi daraxtningki qanday nimaga ehtiyojli bo'lganligi, qanday qurt tushdimi yo'qmi deganlarni tekshirib, olimlar qurt tushmaganligini menga tekshirib beradigan bir narsa hesab berang debchi. Qancha pul kesib to'lab berman debchi, bilaman deb. Shundan xiljiq pulni oldik ama yasadik. Uni yasadikchi uni yasagan vaqtimizda biz u qurt tushgan olmani ko'rib ma'lum qilib qo'ymaydi-chi u. Ko'rdi, ashnaga berib darcha ichib ashni yo'qdi degan. Bo'lmasa boshqalarga chechildi, boshqalarga yurdimi? Yo'qdi emasmi u? Uning keyin yo'pirmoqqa qarab turib, o'simliklarningki ziroatni-chi, kasal va kasal emasligini hukm qilish degan bor-ku. Ashni yasaganchi, shu qanday degan vaqt u faqat sizga beriblar. Men manda bir o'simlik ekan, buning rangi sarg'ayib qoldi deb hukm qilib qo'ymaydi-chi bizga. Ashni sarg'ayib qolgan bo'lsa, o'zi shu avtomatik to'g'rilab uni jazmlashtirib, undan keyin dorisi bor-chi, uni bog'liqlik. Dorisini chechitib mana degan. Ba'zi applar bor ekan-ku, men e'lonlardan jimi chiqib qoldi. Men texnikalarga aloqador uchurlar bo'lsa yo'llab beradigan shaklda ko'znak chekib qo'ymayman. Shunda ba'zi applarda o'simlik, gul deganlarga fotografga, ya'ni rasm ishlarni tortadiki, u appda tortgandan keyin o'sha gulningki shu turadigan holati qarab turib, nimaga ehtiyoji bor, masalan, shakar yemdi, to'mimi, havodan kun nurida ichsinmi yo sovuq salqin shuning hammasi to'g'risida informatsiya chiqardi ekan. O'sha orqali u gulningki tag'im sog'lom cho'ng'ilsanga nima berdi ekanda, maslahat beradigan app yasalib bo'lgan ekan. Biz hayot hajatini bilmayotganmiz ekanmiz. Hozir siz deyotgandan o'xshash ma'nodosh ekan. Ular qulaydirchi, ular osonliklar. Ya'ni sizga faqat shu masalan siz bir bog'bon bo'lsangiz, bir narsani necha yillik tajribangiz bo'lgandan keyin uni bir rasm tortib uni deb berasiz-chu. Mana nima ekan. Unda masalan bir xil o'simlikni vizital rasmini ko'rib olsak, bir o'simlikniki. Vizital rasm degan gap uningki har xil holatlarga ketadi-ku, kasal bo'lib qolish, hatto siz qilish degandek. Ularni shu mashq qildirish orqali to'ntaradigan gapchi. Adam o'zi yaxshi ko'radigan bir narsani og'rib qolsa nima qilib qoladi-da, ko'ngli yerim bo'lib ketadi. Shu uni bir davolab vital narsadan o'ngshilib qilib qolsa, olam xo'shalib ketadigan gap. To'g'ri. Shunga o'xshash endi shunday ehtiyojlarni bugun sun'iy aql texnikalari orqali bu app bilan kim biladi buni deb do'konimizga izlay yurmay, ashunday jo'naydigan holatda texnikalar taraqqiy qilibdi zaten. Xo'sh, mashinadan tarkiblari debsiz menda. Bu hozir o'ylab bo'ldi. Keyingisida
qo'llanishi. Mashinalarni hozir ishiltirishda yo'qda shu hozir ko'rsatganimdek bayatni deb kelganimizdek yana yasamachilik, saqliqni saqlash, ko'ngil bilish degandek narsalarda ko'p ishlatiladi buniki. Endi davomlashtirsak. Ma'rif. Ma'rif bu burun yo'qdi-ku bu. Hmm. Hozir sinab qilib baxtichu buni ma'rifni. Men shuni qo'shib qo'ydimchu uningga. Ya'ni Hmm. shu robotlar dars o'talamdi debchu. Ha. Ya'ni o'qituvchi yo'qkan shu maydonga kelib dars o'talamdi degan. Endi doktorxona davolash degan vaqtida bumi taraqqi qilib bo'ldichu. Xillam taraqqi qilgan. Masalan, oldin qatim so'zladim-ku, Xitoy hukumati buningki tajribasini 5G texnikasini chiqqan vaqtida ashni jiroqdan turib yana bir doktorxonadagi bir tajribaxonadan yana bir doktorxonadagi odamni operatsiya qildichu. Mushalat yurak kasalligi operatsiyasi qildi degan gap. Mushalat taraqqi ketdi degan gap bu. Ma'chodi shu kapsharlash, yasash degandek narsalarga ishlatamiz degan gap. Undan keyin mashina zapchastlarini qurashtirish degandek. Xatarlik muhitlar bor, masalan, Kanda, undan keyin Ay sharida, yer sharida, suv osti degandek. Shular odamningki qilish imkoniyati yo'q. Ig'ir xatarlik bo'lganlarga shuni asli burun mush maqsad qilgan yasalgan narsa-ku bu. Undan keyin masalan Germaniyadagi eng chong nimasi bor, hozir ahamiyat bo'lib ketdi endi Turkiyadan bor endi. Avtomatik mashina yasash sexi degandek. Mushlardan hozir ishlatiladi degan gap. Undan keyin oilada ishlatilgan tozalik maslahatlari degan gap. Bular faqat bayat so'zlab ketgan yana desagani shu AI'ninki kichik bir tarmoqchi bular. Uyni supurishni degan vaqtda mana robot eng ostida borchu. Shu AI'ninki kichik bir tarmoq qarasak uning ustida nurg'ullar bor degan gap-ku. Bu degizayotgan narsalar mushu sun'iy aqlga aloqador eng to'm bosqichdagi narsalar ekan. Shu. Aslida bulardan qo'rqib ketish ketmaydi-ku, bulardan. Bu robotdan. Ammo uni taraqqiy qildiradigan narsalardan qo'rqishimiz kerak-ku. Uni taraqqiy qildiradigan ustidagi aqllar degan gap. Mashina o'rganish degandek, neural network degandek deyiladi. Ashning hammasi taraqqiy qila olsa, ostidagi taraqqiy degan gap. U taraqqiy qilmasa, ostidagi taraqqiy qilmaydi degan gap. Shu hammaning ostiga tushirgan narsa bu. Aile işletilen, onun keyin qurilishlarda ishlatilgan, bilasizlar bu ig'ir sanoatlarda, qurilish binokorliklarda ishlatilgan ishlar. Endi yana birisi harbiy sohada ishlatilganlar bor degan gap. Bu harbiy sohada ishlatilganlar Qurilish sohasini o'zimizning yerini berib, mana qanday qurilish qilgan oldu, nima olamiz, qanday material qilamiz degandek hamma narsalarni shu nimadan maslahat solsa, shu butun sxemasini tartib hamma chiqarib berdi-ekanda, deymiz OpenAI'ga o'xshash nimalardan. bu robotlarcha degan vaqtda masalan siz eng boshda kirgizsiz-ku. Masalan, meyani 4 metr 10 santda kenglikda, 5 metr 10 santda uzunlikda, 4 metr 2 metr 10 santda cho'nqurlikda qaziman debchu. Ashni kirgizasiz, ashni qo'yib bersangiz, ashga berib qazadi-chu bu. Ash degan tartib bo'yicha qazadi degan gap. Bu eng oddiy tushuntirish qamda. Bayat deganimizda yezerlikni mushcha mana. Yezerlik doğrulash, uning keyin mahsulotlarni yig'ib olish degandek. Shunaqa ishimiz. Bayatni qaradam keldi dedim-ku, bog'bonchi endi bir dehqonchilik bilan shug'ullanan odam degandek. Endi shu harbiy sohada ishlatilish degan gap. Harbiy sohada hozir qo'rqitadigan mushulab qoldi-chu. Bosh sohada yordam qilyapti, ammo o'ttirdi emasmi? Boshqa sizga yordam qilgandan o'ttirgandikin shu ma'na xatarlik deb qaradi. Qashqin yana bir yangi texnologiya nimasida, intervyusida bir odam shu sahnaga chiqib so'zlab, kichik qo'liga qo'ndi, olqinni ichibdi, o'sha yerda 5 so'mlik tangidek, ya'ni 2 so'mlik tangidek holatda bir robotkanda shu uchib berib, nishonga borgandan keyin shu nishonga o'zini urib portlaydi ekan u.
Aşina narsalarga taraqqiy qilib ketganligini dedim. Ya'ni bugungi dunyoning askarlari deb ism qo'yapti yani. Heliq bir kinodan bag'ı heliq çoğun bir heliq kaltiki var. Kaltikini şundaq to'lg'an zamatla heliq çivindek çoğunlukta bir narsalar chiqibdi-chu, gujildaqlar. Ha, Aş kichik robotlarcha aş her bir nimaga suv qalgan vaqtida u berib ha, o'zini ulg'an vaqtda portlaydi-chu. ishtakina. Ya'ni buni taraq qildirish uchun qanday deyapti? Ya'ni shu bayat deyimizda ximiya taraq qilish kerak-chu. Ya'ni eng az narsadan qancha kuchli portlata oladigan narsa yasagan vaqtida u robotga bog'lay olasiz degan gapda uningga. Bo'lmasa ko'tarilmaydi. Ko'tarilmaydi degan gap. Endi mana Xitoyninki mushu oldingi qitimliq manevr o'tkazdi-ku Qozog'iston, Iston-pistonlar bilan qo'shlab bizningki vatanimizda. Ana shu vaqtda tunji qitim, dunyo bo'yicha tunji qitim ama tam shu harbiy sohasiga saplagan mashina odamlarni ishga soldi degan gap. Ya'ni iliqi bolalar men ko'rmadim amma bir uyning ichiga bir tag'mi, uyning ichimi ashning kirib o'q chiqargan altni nima qilgancha o'shanda. Ya'ni buning faqat sizga buyruq bergan vaqt degan vaqtda birisi kontrollaydi-chu buni jiroqdan turib. Ya'ni ko'rgan zamonlar iliqi o'yinlar bor, iliq etishib o'ynaydigan. Ashunday atib degan gap. Yana bir havolcha degan vaqtda agar buningki nimasi uzilib qolsa-chu, ulanish to'ri uzilib qolsa-chu degan gapda endi. To'ri uzilib qolgan vaqtda balki harakat qilmaslik mumkin-chu hozir. Chunki qarshi tarafdan iliqi nima ish qilgan vaqtda siz o'zidan mashinalar bilan bir guruhdagi odamlarni, ya'ni o'zining guruhidagi odamlarni mashina tuniya olish kerak-chu. Ularni ko'rgan vaqtda jim turish, o'q chiqarmay jim turish. Ulardan boshqa odamlarni ko'rgan vaqtda o'q chiqara oladigan bo'lish kerak-chu. Asharat masalan hozir Nishonni farqlantirish iqtidori yani. Rossiya bilan urushyapti-da. Bular asosan bir-biriga o'xshab ketadi. Rossiyalar Ukrainaning chiroy farqlari masalan bizlar o'zbeklarni bizlar qozoq nima boshqalarni millat o'xshash degandek. Bularni farqlantirish uchun deyapti shu tili jihatdan farqlantirish kerak. Ya'ni boshqa alatlarni qo'shib degan gapcha. Buni qilish uchun deyapti masalan doktorlik sohasiga taraq qilish kerak deymda. Boshqa bir millatdan boshqa millatdan farqlar nima degandek. Masalan Uyg'urlardan Xitoylarning farqlanish ahvoli bek oson-ku bu. Chiroy shaklidan o'z personaldan farqlanadi degan gap. Anda bo'lgandan keyin shu chex ko'zlar kelsa, yumuq ko'zlar kelsa Xitoy deb araydilar. Qani aytaverdigan. Endi buni taraqqiyotda endi hozirgi atganda buning yaxshi taraflarini so'zladi, endi yomon taraf bormi desak, yomon tarafga ishlasak, yomon taraf bo'ladi. Dittani ko'tarilib, beshiq birini urib aylantirib yursakmi bo'ldi. Chiroyli chelib o'zimizningki kayfiyatni ko'tarsakmi bo'ladi degan gapda endi. Shunga o'xshaydi degan gap. Pichoqni bersa qassobchilik qilsam bo'ldi degan gap yoki bo'lmasa boshqa qilsam bo'ldi degan gap. Ya'ni siz bu tashlab berdi oldingizga. Qanday ishlasangiz shu yo'lga manga degan gapda endi bu. Shuna. Shunga o'zimizningki hozirgi nima sen buni bu yuqori texnika Uyg'urlar to'g'riliq nimada so'zlaysa degan vaqtda biz xiljiqlam kuyanda qoldik-chu. Yakka holatda taraqqi ketdik. Ya'ni her sohada, her kasbda yetishgan doktorlik bilan doktorlik unvoni ep bo'lgan, ham doktorashlikda o'qiyotgan professorlar ko'p. Ular yakka holatda turib, bir o'rmonni shakllantirmaydi-ku, to'plashgan vaqtda o'rmon bo'ldi degan. Undan keyin bo'ron kesmi u qo'dib yiqilib ketmaydi degan gap. Endi bularni birlik, mening maqsadim bu yerga chiqishdiki. Shunda bir sohadagi o'qiganlarni yani meningki birini ko'rib turib, "Voy turibdi, men yolg'on so'zladim ha bu. Men xato so'zladim ha bu." deb chiqib, buni to'g'rilab bersa men xursandman. Mana shu zaman men chekinaman degan gapda men yerdan. Har kim o'z sohasida so'zlagandan keyin u sohada o'qimagan odamlar chekinish shart uningda. Uni maydonda paxatmaslik kerak. Bu yerki maqsad men emas o'g'illik uchun. Mesela değişik bo'ladi. Endi buni yana birisi Uyg'urlar agar mushunda tabiiy har soat degandek mening tunuydiganlarim bor degan gap. Har soat qiladi degan gap. Agar ochlarni ko'llik shaklda ekilalash mumkinmi degan narsani oldi endi. Bu ikki xil ahvolda mumkin bo'ldi. Birisi yuksak darajada vatanparvarlik bo'lish kerak, millatparvar bo'lish kerak. Hozirgi ahvolimizda bu bek bo'lmaydi ekan, bo'lmadi. Nimishqa degan vaqtda hozirgidek ashuna ig'ir ahvolda vatanparvarlik bo'lmasa qanday vaqt bo'ldi bu? Endi ikkinchi xil ahvol degan vaqtda
Sizningki yuqori bir ko'p pulingiz bo'lsa, ashtaga maosh berib ishlatib yig'sangiz bo'ladi degan gap. Ashunda kallasi bolalarni hammani yig'ibla, sen boshqa yerda ishlasang ham muncha pulga ishlaysan, men uni ishlasam muncha ishlaysan. Desa, keldiganlar nurg'un vatanparvarlar keldi degan gap. Chunki ular keldi. Endi bek pulga ehtiyojli bo'lganlar shuhrat begdek xitoy berib ishlaydi degan gap. Amal yo'q uningga. Shuningdek, mening maqsadim ikki endi. Birisi shu har kasbda o'qiganlar o'zininki sohasida bilgini, hozirgi taraqqiyotda bundan keyin qanday o'zgarishlar bo'ldi, endi o'qimoqchi bo'lganlar qanday tavsiyalari bor deganda. Ashdan tavsiya qilish ham shu o'zining sohasida o'tirg'a chiqish degan gapda. Men odatda bu mening kasbimni oldin qatim tunishtirgan deb bo'ldim. Men yani cho'ng sonliq ma'lumotlarga asosan insonlarning salomatligiga qanday ta'sirlar bo'ladigan narsalarni tadqiq qilaman-ku. Masalan, havoning bulg'anishi degandek sonliq ma'lumotlarni yig'ib ekilman. Uning keyin masalan, eng oxirgi maqolamda Hindistondagi havo bulg'anishnikini P2.14 degan narsa-ku. 2.15. Ashninki bolalarni homildor ayollarninki bolalarni balda tug'ib qo'yish, uylik tug'ib qo'yish, ig'ir tug'ib qo'yish, yenik tug'ib qo'yish degandek narsalarni bilimchi. Ashni asosan tadqiq qildim degan gap. Endi u to'g'riliq masala bo'lsa men so'zlayman degan gapda, o'zimning kasbimda. Tushundim. Endi maslahatchi degan vaqtda meniki mush so'zligimda ko'rib turib, bu meyalarni bek oshirib yutibdi, meyalarni bek kam so'zlab qo'yapti deb chiqadigan bir qarinishimiz bo'lsa, qo'shilamiz degan gap. Ya'ni texmo bu shu fan texnika dunyosidagi yangiliklar yoki tafsilotlar haqida texmo tafsiliy yaxshi ma'lumot beradigan qarindoshlar bo'lsa, ya'ni shularninki bugünkidek vaqtda millatning ehtiyoji bo'lgan vaqtda ekranga chiqib, shularning Alloh tarafidan ularga berilgan ilmni taqdim qilishini tavsiya qilaman demoqchi. Shu. Endi hozir bizningki eng yaxshi ketib qolgan shu Uyg'ur sistem deb kichik Uyg'ur bolalarga AI robot yasash degandek narsalarni o'rgatib keladi, ammo ularning yo'li ochiq bo'lsin. Eng yaxshi suyundig'im shu endi. Endi texdim yaxshi bo'lgan bo'lsa, texdim yaxshi holat bo'lsa, masalan, yoshlarninki tarbiyalaydigan bir narsa ochgan bo'lsa-mu, odatda yaxsiz qilsak, men 2016dan boshlab 2019gacha haqsiz ingliz o'tab keldim. Kirgan vaqtda o'zi kirib oladi. Uningda 9 o'qimaydi-ku, kirmaydi darsga. 9 aran kiradi degan gap. Shu oxir imtihonga saqlash uchun mukammal o'qish planlari, mukammal nimalar ma'rif sistemasi bo'lgan bo'lsa bizningki, o'zimizningki yoshlarni o'qitib, o'zimizningki boshqalarga yo'llay olsak, u nihoyat yaxshi bo'ladi degan gapda endi. Hozir o'zimizning universitet oliy maktab bo'lmagandan keyin endi boshqa oliy maktab kirish uchun nima qilish kerak? Avval til o'rganish kerak. Boshqa tilni o'rganish kerak. Ondan yana bir ko'tkilmansa uning tilini o'rganish kerak. Degan gap. Hozirda bizning professorlar nurg'un degan gap. Hozir pensiyaga chiqib, u yon joylab, bu yon joylab o'ynab yurib, o'limini kutayotganlar nurg'un degan gap. To'g'ri. Ular sal nimani silkib o'tib, qalin silkib turibdi. Men hech bo'lmasa bir Uyg'ur ma'rifni bo'lsin, ultashini bir qo'yib qo'yay. Deydan bo'lsin tarbiyalab qo'yay. Shu. Ashunda holat tarbiyalasa hech bo'lmasa, masalan men nima To'lqin Tarim apaningki tarbiyalashda o'qiganchi. Eng boshida. Hech nima bilmaydigan vaqtimda. Ashunda o'qib shundan uni qilmadim hamda keyin. Ammo u o'rgangan narsalarini mushunday narsa o'rgandim deb xizmat izlagan vaqtda ashuna asosan izladim. Ammo kirgan vaqt uni qilmadim ammo. Endi demoqchi nima desangiz, ashlar qilyapti endi. Bir-birlab qilyapti degan gap. Ammo bizning ehtiyojimizdan chiqmadi. Bizning Uyg'urlar nurg'un degan gap edi. Uni qilayotgan Uyg'urlar. Ammo bag'an sir mushunda bo'laversa, bular o'zining hammasi o'zining haydakchilarga suvoq beradi. Ya'ni 10 yildan keyin qanday bo'ldi degan gap. To'g'ri dedingiz. Endi bizlar kichik vaqtlarimizda bizlar o'rgansak bo'ldi degan zamonlarimizda deylik, masalan 90-yillardan yoki 2010-yillargacha bo'lgan oralig'da 2000-yillargacha bo'lsin. Ya'ni hech bo'lmasa kompyuter sohasininki beti
ya'ni bizga Uyg'urlarga nisbatan kompyuter sohasidagi bir bo'shliqdan maydonga kelishdan ilgirki muhitda biz nima ish qilishimizni bilolmay qoldik. Qayonga qarasak, hamma hunarning peshvolari to'g'an. Bizlar beshimizni tiqib bir kasb o'rganib desak, yillab vaqtimiz ketgan, undan keyin unga dasmiy ketgan. Ada bo'lgan keyin bir ishni boshlab, yangi bir hayot yo'lini topmoqimiz o kadar mushkul bir zamonlarni kechirdik zamonida. Qachonki kompyuter sohasi kelgandan keyin dastlabda o yuzaki qismi bo'lsa-mu, lekin bo'shliq bek keng bo'ldi-da, ehtiyoj ko'p bo'lganligi uchun. Jiddiy taraqqiy qildi. Albatta vatandagi qarindoshlarimiz hatto nima security sohasida, hakkerlar sohalarida Xitoydan ishib ketgan nimalar bo'ldi, xabarlarda asta tuygan bo'ldik. Keyin chet elga chiqqandan keyin kompyuterni rasmiy bitta kompyuterni maxsus ilib, bir boshdan o'rganib, ichi kirgan sir bir soha, bir tal yumshoq detalni o'rgansa, hayotining oxirigacha yetib ishib ketadigan. Ya'ni shu sohada agar mutaxassis ya peshvoz bo'lsa, u odamni suyab pulni urib turib ish qilsa ekanda, ya'ni bir tal yumtal o'rgangan odamga. Bayatinqi deyilayotgan sohadagi har sohada nurg'unlagan yumtallarninki yoki softwarlarninki xizmat fursati bor hamda. Faqat o'rganadiganga bizda hozir bel yo'q, iroda yo'q, kalla yo'q. Chunki bizlarga nima ish qilishimizni bilmaymiz. Ko'pincha anda qarab alan qilayotgan ishni do'raymiz, nima qilamiz. Biz bir do'kon ochsa, uning qarshisi bilan do'konda biz ochimizda. Misol endi. Ashunda cho'ng oldik. Ash kalla bilan. Endi lekin bugun taraqqiy qilayotgan dunyoda bo'shliq o kadar cho'ngki, qancha ko'zimizni ko'p cho'ng ochsak, keng doiralik nazar solsak, tafakkur qilsak, izlansak, nurg'un sohalar biz uchun yana fursatlarni borlig'ini deb beryotidi. Albatta bu tantarbiya uchun agar badan saposi hammaning oldingi o'rinda turadi deyilsa, o badan saposining oldingi o'lchami deyilgan narsa yugurish bo'ldi ekan. Mayli u qo'g'lash bo'lsin, mayli u qish bo'lsin, ishkilisiga asqatadigan bo'lakanda o yugurish. Yugurgan chog'i butun badanda bir boshqa bir sapo paydo bo'ladi ekan. Xuddi shu yugurishning o'rniga o'xshash, yugurish iqtidorining odamdagi roliga o'xshash. Shu til bilish, bo'lib ingliz tilini bilish, hamma yoki yugura oladigan bir sapo bo'ldi ekan badanda. Endi u undan keyin yenik atletikaga yoki boshqa bir sohaga kirib, ilgilab ketadi ekan. Shunga til o'rganish shu kelgusi dunyoning odami bo'lish yoki shu dunyodigilar bilan tantish qopab o'tirib qopab ma'nolaydigan yoki yetish uchun bu til o'tkili shart ekan endi. Ko'p rahmat. Uning tilini yaxshi bilish kerak. Hozirgi dunyo davlatlar, cho'ng davlatlar masalan nimada urush qiladi degan vaqtda texnika. Masalan, Amerika bilan Xitoy orasidagi munosabat. Xitoyni cheklagandan keyin Xitoyning taraqqiyoti nurg'un o'rlab ketgan. 2016dan tortib Xitoyning shu IT, AI, kvantum texnikasi, big data deganlarga salgan mablag' haddidan ziyoda ekan. Tekshirib baksanız şu 2016 kegach 14 deylan 2014 kegach bo'lgan uning o'yindagi o'yin burun salgan mablag'larning hammani yig'ib kelsangiz 2016dan kelib hozir kegach salgan mablag'lardan kam deydi, az deydi. Ashta oldu ekan. Eng oddiysi shu chip yasashga 5 milliard mablag' soldi-ku maqatim. Maqatim 0.17 yasab bo'ldik deb 7 nanometrni. Xinhua universiteti e'lon qildi-ku. 2013-2023 e'lon qilib bo'lgan maqatim e'lon qilib bo'lgandan keyindilla Huawei'ning yangi telefoni chiqdi-ku oldin qatim. Ashundan endi biz Huawei telefoniga 7 nanometrlik o'zimiznikini ishlatdik dedi. U Xitoyda eng g'azab ketgan gap. Tarixda bu iPhone'ning bahosi shu Xitoyda tushdi degan gap. Nimaning oldi boshqa Xitoyning o'zining telefonlaridan tushib ketdi degan gap. Andan nima degan vaqtda Apple alma şirketi degan vaqtda biz 4 nanometrlik chipni ishlatdik dedi. Xitoy bo'yaptimi ya? Yo 7ni yasab bo'ldi. 7ni yasab bo'ldi, 5ni balkim yasab bo'ldi deb qarayman-ku men. Yani ba'zi insonlar yasab chunki bir narsani yasab bo'lgandan keyin shu zaman e'lon qilmaydi-ku har qanday bir.
bir mezgil haqiqiy sinoq qilib, bosqichlarni o'tib, ashundan yaxshisini yasab bo'lgandan yoqi, unikini uni e'lon qiladi-ku. Ha, Sen eng cho'ng shirkat chip yasashda eng oldiga ketib bo'lgan shirkat nima? Tayvanning shirkati, Tayvanda bir shirkat bor. ha, 2 nanometrlik nasayman dedi-ku hozir. ha, Bu deganlik nima degan gap? Bir DNA'si bor odamniki. ha, Ashning ikki ishqar deb nimasi bor-ku. Jipdek bo'linib yo'yish ha, qilgan. ha, Ashning orliq 2 nanometr kelgan gap. ha. Yani texmi zich bo'ldi yani. Texnik yuqori texnika degan gapda endi. Hı. Uningdan tuyan tushunmaydi degan gap. Uningdan tuyan tushunmaydi degan gap. Yani ashni yasayman degan ya desayman degan gap. Shuningdek mening yasab bo'ldi deb qarayman-ku. Ya'ni ba'zi xabarlarda yasab bo'ldi deydi, ba'zilar yasab bo'lmadi, o'zi e'lon qilmadi deydi-ku. Hı. Buni bu Xitoyning xabarlariga ishongani olmaydi-ku. Ba'zan Hı. yasab bo'ldi deb qo'ydi, yana yasab bo'lmadi deydi. Hı. Ama bununki Bazen ma bu rasmi yolg'on uqlanmaydi, ammo hatta insonlarning oy shariga, Marsga chiqib yurgan ko'rinishlarining ko'pinchisining saxt ekanligini ko'rsatadigan videolar bilan ba'zanlar shunday inkos qiladi ekan, bu bizni o'ynatadi degan shaklda. Endi qanchalik ya u Turkiyaninkini pek jiq ko'ryapti. Türkiye'ye ondan nimlerge pek amrakçı. Ondan nimlerge amrak insanlar Araplarda kalıdı aslında. Hı. Pen texniki hazır esildiğin küçüğünüz birinci olarak pen texniki esildiğin özünüzü güçlendirin. O nurgun pul hecdep aşağıya çıkıvasa onu yalgan en başta en addesi değil. Nurgun alımla birleşip kuantum texnikisini Xitayning aşı Mongoliya bilan chegara bo'lgan aralığında tadqiq qildi aldin qatim sinaq qildi degan gap. O sinaq qilib muvaffaqiyat qozondi degan gap uni. Yani o'zininki kuantum aloqali sistemasini Xitoy qurib bo'ldi degan gapda. Yani uninki harbiy holatiga hozir osonroq cheqlanmaydi degan gap. Yani Amerika o'rib qilib qo'ydi, ammo vaqti kelgan vaqtda teng erish bo'lolmaydi degan gap. Aha. Amerikaning bir alaylığı var. İçinizden bir adamni tep sizlar urush sepqab, uning mablag' yurdi, pul yurdi, qurol yurdi. O'zi kirsa yig'inib qoladi. Taliban bilan yanada urush qilib yanada chiqib ketdi o'g'aynam. Vyetnamda shunday bo'ldi-ku. O'zi kirgan har qanday urushda mag'lub bo'lgan. Ammo boshlarni urush deb qo'ygan, Yaponiya bir atom bombasi hisob etib oldimi? Uni hisob qilmaganda. Shunga u Amerika manda kuchlik, unda kuchlik demay, dushmanimizni yaxshi tunishimiz kerak. Uning tuniganlar o'zimizni taraqqiy qildirmasak, u kuchlanib ketaveradi degan gap bu. Biz qilaveramiz degan gap. Ya'ni 5 yildan keyin namoyish qilgan odamlarning yerim ozlab ketadi degan gap. Ya'ni 10 yildan keyin kelgan vaqtda Uyg'urda besh og'riydigan odam nurg'un chiqadi degan gap. Sizning ko'rishingizcha, sizning izlashingizcha Xitoyniki shu bugungi fan texnika sohasida, yuqori fan texnikalarda hamda bugungi dunyoning taraqqiyotida oldingi safga o'tadi deb qaramsiz yoki ashunday ko'rinayotganda bizga nisbatan? Ba'zi sohalar o'tib ketdi. Uni hammada o'tib ketdi demaymiz-ku. Masalan, eng oddiysi kuantum texnikasida xilla oldi degan gap. Unikkidan nima AI texnikasida xilla oldi degan gap. Masalan, hozir ChatGPTdan uningdan kuchli bo'lgan Xitoyning nimalari bor-ku. O'xshash. Kuchlilikdan. Unikkidan Facebook yana digital hozirgi digital transfer deb hozirgi digital money debchi. Ya'ni shifrli pul debchi. Uni bu dunyo bo'yicha eng oldida. Uni hech kim unda emas deyolmaydi. Chunki uni Xitoy qildi va sinoq qilib muvaffaqiyat qozondi. Faqat uni maqsadi ikkinchi bosqich nima qildi degan vaqtda, ikkinchi bosqich kengaytirishli qoldi degan gap. Endi yana bir siyosat degan vaqtda insonlarni kontrol qilish jihatda eng oldiga o'tib ketgan gap. Digitalizmda. Bu sizning masalan alaylik, sizningki Face telefoningizda app bor-ku. Appga qarab turib sizningki nomer qo'yib ma'noda-ku. Nomer qo'yib ma'ngandan keyin sizningki shu nomeringiz masalan yaxshi, a'lo
5'te yaxshi, 3'te yaxshi deganday demoqchi. Hmm. Başta belgilengen sızıqdan tushib ketib qolsa, siz o dijital pulingizni hejlayolmaysiz degan gap. İşte, Yani bu nima işte degan gap? haberlerde gördük ha. Bəzən aeroplan bilet alamaysan, poyezga chiqolmaysan, mancha kilometrdan ortiq yo'l o'tolmaysan deganga o'xshash işte cheklamalarga chiqadiganligini Bu duyduk. rost. Chunki sinab qilinib bo'ldi. Ha, Ya'ni Xitoy nima sinab qildi? Chunki sinaq mahsulotlar ko'p. Ya'ni adam ko'p demoqchi. ha, ha. O WeChat'ning Tencent bor-ku, Tongshin shirkati. Hmm. U eng taraqqiy qilgan shirkat-ku u. Ha, O shirkat butunlay shunaqa bo'ldi. Maqatim hozir uni Facebookni mana shu nimadek, nima Twitterni mana shunday qilaman deb Elon Musk bilan kurashdi-ku. hmm. Elon Musk aşağı berib, Xitoy berib. Ya'ni ba'zi narsalarda haqiqatan oldiga o'tib ketdi, ammo ya'ni Xitoy masalan Amerika shu Xitoyninki keyingi ko'pirtirish. mana bu nima Donald Trump chiqqandan keyingi ziddiyat bilan Xitoyga ba'zan fan texnikalarni, ilg'or texnikalarni bermaslik, sotmaslik qarori e'lon qilinib, u ijro qilingandan keyin Xitoyda bir turg'unlik bo'ldi, ilgirlash bo'lib boqmadi degan iddialar bor, o'zi kuzatishlar. Siz shunda emasmi? Aşında deb qaraydi, ammo 2020-yili birdan bir oshgan GDP'si oshgan davlatning ikkisi bor. Hmm. Biri Xitoy, biri Turkiya. Hmm. Qolganlarning hammasi tushdi degan gap. Hmm. Asli bunda deb qaragan bo'lsak, unda bo'lmasligi kerak. Amaliyotchi u ularni cheklash to'g'ri, ammo o cheklashi nurg'un nimalarni olib keldi. Pasib odatdan olib keldi, ammo ularning olib kelgan nimasi aningki yaratgan fursatlardan oldida yechilmas degan gap. O'yliqi to'g'ri nurg'un iqtisod turg'unlik bo'ldi, Hmm. ammo uni kontrol qila oldi degan gap. Nimishqa degan vaqtda tek bir partiya va tek bir odam degan gap. Bir odam Hmm. degan gap. Ha. Anda bo'lgandan keyin uning qarshi chiqqanlarni hammani tutib surdi, o'tdi. Uning qarshi chiqmaganlarda yavash yuganlarni boshqa qo'yib berdi degan gap. Hmm. Ya'ni mush nim qurilgandan yoqi Xitoy Kompartiyasi qurilgandan yoqi eng ko'p partiya a'zosi tutilgan, o'ldirilgan davr mush Shi Jinping davri degan gap. U mavzuni undara ko'tarmagan degan gap. Hmm. Endi shunaqaki ba'zi fursatlar keldi, ba'zi fursatlar-chi ketdi degan gap. Ya'ni buni oldin ko'rib bo'ldi-chi bular. Uni bo'lishni oldin yalam ko'rib bo'lgan uni. Toki Hmm. 90-yildan tortib tishini bilayotgan bular. 73-yildan tortib aslida bilayotgan. Asta-asta ya'ni Xitoyning xarakteri bilsa, aka deb turib sizningki tupingiz chiqqanda tazim mujid degan gap. Taza desa degan gap. Hmm. Shunda bo'lgandan keyin Ben keyingi fursatlarda mana shu chet elliklarga to'nishtirish to'g'ri kelib qolsa, Xitoyni qisqa bir vaqtlarimiz bo'ladi-da, bir qisqa araliqli bildirilmagan seriallarda. Xitoyningki undaq ojiz vaqtida men mushukyiq deydi, kuchlangan chog'da men ajdarho deydi. Mana shu ikkisining ichida sen Xitoyni tasavvur qilib olsang bo'ldi degan shaklda tushuntirishdi bor menda. Yani Xitoy hozir panda vaqt o'tib ketdi-chu. Yani mushukyiqda o'tib ketib, endi ajdarho ekanligini og'zidan o't to'kadigan zamonining kelayotganligini shart beryotdi endi. to'g'ri. Ya'ni unincha menda desam, Xitoyni bek ko'pdir emas, amaliyotni so'zlaymiz. Xitoyning necha aviamatisini bilmaydiganlar nurg'un bor degan gap. Xitoyning 3 aviamatisi to'liq suvga chiqib bo'ldi. Birisi o't ketdi dedi, rasmiylarga unutmadik. Uyg'urlarda chiqdi unda xabarlar, o't ketdi, portlab ketdi degan xabarlar. Amaliyot keyin qarsak mevjud jugan. 4-sini 2030-yilgacha suvga tushiramiz deb planlagan ekan. Bu eng cho'ng, ya'ni dunyo bo'yicha eng cho'ng nimani yasaydi degan gap. Aviamatik yasaydi degan gap. Ya'ni bularning tartib, masalan, birinchi 5 yillik, ikkinchi 5 yillik degandek planlar bor-ku. Ammo biz o'rganmagan narsa shu-chu, bizning hech bir planimiz yo'q. Biz ashunda Amerikadagi dushmanlardan ani kuchlanadi dedi. Xitoy o'zini shunda kuchlanadi dedi. Ammo biz undan qabiy vahshiy dushmanimiz do'st. Biz yana bunday yuramiz degan. Aslida biz texnikada kuchlanishimiz kerak-da endi. Bizning cho'chaklarimiz shunda bo'ladi-ku, suv kelibdi toshdan yana aytay boshdan deb. Har bir avlod
hayotini yangidan dunyoga sifirdan boshlab boshlashga, taraqqiy qildirishga majbur qildi. Hı. Yani bizde bir mesela cemaat, aile ekologisi, mesela cemaat sanayiti Hı hı. deydigan, bizim cemaate deymiz go mesela Xitoychada bor bu. Hı. Uyg'urdami bo'lgankan hamda mana shu keyingi bo'ron chapqinlarda pomshik u bu deb surtuqa qilgan yog'imi qizil kommunistlar ular asosan beshinchi chiqolmay, beshini hech ko'tarolmay uzildi endi oxirida. Uvilib ketdi. Ham chet elda bo'lsinmi, men shunday tasavvur qilamanda kelgusida hech bo'lmasa biz bir oila egiligi, bir oilani temsil qiladigan ekonomik sistemasi paydo qilishim kerak deb men shuni tasavvur qilamanda men. Chunki yolg'iz qolgandan shu muhim ekan, hech bo'lmasa mushuni qila oladi ekanmiz deymanda ishimda. Shuni qarab bir xil izlanish ketyapman. Balkim nurg'un qarindoshlarimiz balkim qilib bo'lganda qilyotganda, ammo baytin degandek har avlod o'zi dunyoga tug'ilib, bilib qaytib dunyoga bir putini bir dastlab oyoq tutib nima ish qilsam bo'lar degan chog'da nolning tuyi keldida. Hı. Alda qarab mangishlar. Biz shu noldan chiqolmayapmiz, nolning tuyidan uzoqlashib qolmayapmiz. Ya tekishib ketyapmiz, ya kichikgina mangaplam yana keynimizga yenyapmiz. Jiq musibat nimamiz jiq. Endi Xitoy masalasi olsun ya o'zimiz masalasi olsun, bu reallikni so'zildi deb majatda kuchlanib ketdi u bu desa, Xitoyni cho'ng ko'rsatyapsan deydigan bir şekilde inkaslar paydo bo'ladi. Hı hı. Yani Xitoy majat ziyon tortdi, ketyapti u bu desa, bizni g'aflat qo'yish uchun shunday deyapsan deydigan inkasdan bo'ladi. Endi inkaslardanki har kim o'zi ko'rgan tochkada o'zi chiqib olgan egizlik tutirib ko'rgan manzarasida boshqalarniki bilan solishtirib olmagandek, hammadan har xil deydi ekan. Ameliyotda oxirgi natija e'tibori bilan yanada mag'lubiyat ichida turayotgan biz. Shunga izchil qat'iy o'rganishimiz, taraqqiy qilish uchun mayli har jihatlarda bo'lsin, shaxslashishdan bekerak guruhlashish, sistemlashish misolan. Shularning hammasi jiddiy taqozo qilayotgan ishlar endi. Grupta işte siz hata tushunib qolmasangiz sistemlash. Yani bir odam bo'lgandan bir guruh odam bo'lish kerak. Biz vatandagi vaqtlarimizda hunarvan hunarvan kasblarniki voy bek ajoyib usta deb tasavvur qilardik-da, bizga shunday singdirilgan edi. Falon ustadan mancha avlod mush sanadi degan shaklda. Endi 80'li yillardan 90'li yillargacha biroz korxonalashtirish shaklida ba'zan misol bir sayfonxona desa, yaxshilan biz tikidi, yangilan biz tikidi, o shaklda bir guruh qurishtirib, shuningdan palani korxonada mancha ming dona chapan chiqadi, shaklda chiqadi. Mustaqil do'kon ochadiganlar keyin paydo bo'lgandan keyin ular bir cho'kib ketdi. U xil guruh sistemlashgan bir narsalar keyin yo'qolib ketdi. Endi hozir mana bu sosyal medyaningki kengchiligida dunyoning har qaysi yerlaridagi odamlarning yashash ahvoli, biznes ishlab chiqish qatorliqlarni ko'rimizda ko'pincha biz ko'zga ilmaydigan Bangladesh, Pokiston qatorliq, Hindiston qatorliqlarning odamlarida bu qarab o'tdag'idek zavoddan chiqqandek yasatadikanda shu turmush buyumlari u bu degan narsalarni buni Facebook'dagi videolar ular qarasak oddiy bir tömü, bir tunkidan qanday qilib mukammallashgan bir biznes yasash oraliqki hamma narsa shunda zanjirsimon videolar chiqadi ekan. Qarasak u yerda bir guruh odam borda, bir talay odam bor. Hammasi o'zining ishini mukammal qilayotgan, oxiri ikkala biz qo'rishtirib do'kon ochib qolsa, fabrikadan, ya'ni bugungi dunyoning fabrikasidan chiqqan saviyadagi sifatli bir narsa o'tirib chiqadi ekan. Ashdan qarab biz jiq oldinibdik. Jiq chakim o'ynagandek o'zimizning do'ppisiga jigishimizni qarab, o'zimiz hammadan bek boy sanab, g'aflatda jiq qoldik biz. Endi ham bo'lsa qo'l tutishib ishlarni qilishimiz kerak. Men ba'zan qarindoshlardan yangi fikrlar maydonga tushgan, men Fidoyil Akramniki dastlab yo'llangan zamonlarda
O çağda bizim bəzən qarindaşlarımızga təklif berip, şu her qaysı sahədə bir məktəb açılır, məktəb sistemimiz quruldu ki, məktəbdə o'qish fursati bo'lmagan qarindoshlar mana shu tor programmalarni ko'rish orqali bo'lsinmi, eng oddiy savobni olsa, savodni, Hı, o hech bo'lmasa bolasini tarbiyalashda oson bo'ladi-chu. doğru. Ishni bilmagandan yaxshi u degan shaklda izdinish qilganmi bo'ldik, ammo nasib bo'lganlardan, nasib bo'lmaganicha qoldi. Gapni Yani uzatsak bayat haqli emas. bayat Xitoy unda, Xitoy bunda desek, birdan u yoqqa qaraydi ekan, birdan bu yoq bizni g'aflatga qo'yasiz degan, birdan bek oshirib deydi ekan degandek. Ya, Bundan keyin men burun diqqat qilatdim-chu. Keyin doktorlikda o'qidim, masterlikda o'qidim, vaqt yo'qda. Andan o'zgardim-chu. Nima ish qilgan vaqtda men asosli sonliq ma'lumotga asosan hukm qilaman-chu. hı, Masalan, bir masala paydo bo'ldi. U masalaga masalan birisi bir xato ish qildi deylik, masalan. U xato ish qilgan bo'lsa, uningki xato ish qilganliginiki sonliq ma'lumot nada? ha, Uning qarab turib, uning kendidan ash sonliq ma'lumotga asosan uni analiz qilaman-chu men, hukm chiqarib, oxirini yakun chiqaraman degan gap. Shundan so'ng Xitoy kuchlandimi degan gap, to'xta, Xitoy kuchlandi degan bir masala bo'ldi bu. Endi kuchlangan bo'lsa, qanday o'zi kuchlandi? Deganga asosan turibdi. Xitoyning hozir yasayotgan narsalar ma ekan. Demak, malanda masaviyaga yetsa, bu kuchlangan bo'ldi ekan. Masaviyadan tushib ketsa, ojizlagan bo'ldi. Degan qarab turib qilamiz-da. Buni qanday bo'lsa degan vaqtda masalan Xitoy men hozir izlanayotganim ham qarabaqda Xitoyning kvantum texnikasi mush 2019da 5 milliard mablag' soldi-chu bir nimaga. Ashni qilish uchun. Demak, bir narsaga qimmat bergan badi degan gap ashni bildi degan gap-chu. Ashning qimmatini bildi, ashning foydasini ko'rdi degan gap. Unikkendan cho'liqda dunyo bo'yicha eng tunji qitim shu nimani qurib bo'ldi degan gap. Kvantum sun'iy aloqalashni qurib bo'ldi degan gap. Endi buning qarta turib, endi bu tarafdan kuchlanma desak, kimni kuchlan deymiz endi? Boshlarning natijasi bo'lsa, unikini sevishtira olamiz-da. Hozir faqat buning natijasi tursa, boshlarning natijasi yo'q bo'lganligini kuchlik deymiz-da endi. Har qanday bir narsa xatolik isbotlangan qadar to'g'ri bo'ldi endi. Xatolik isbotlangandan keyin unikini to'g'risini qabul qilamiz degan gap. Masalan, 300 yil yer shari quyoshni aylanib, yer sharini aylanib, yer shari quyoshni aylanib, oshni tatib yurdi degan gap. 300 yil. Undan keyin oxiri fan texnik qabul qilgan, taraqqiy qilgandan keyin, asli manda ekanda, bu o'zining atrofida aylanadi ekan, bu buni aylanqach quyoshning atrofida aylanadi ekan, quyoshni birlikda guruhlab, yana boshqalarning aylanadi ekan deganni qildi degan gap. Shuningdek, har narsa to'g'risini, xatosini isbotlagan qadar to'g'ri. Shuningdek, men degandek masala chiqdimi, masalaga chiqqandan keyin sonliq ma'lumot nada? Sonliq ma'lumot desa berish ustiga sonliq ma'lumot bo'lmaydi u. Shu uchurlarning hammasi sonliq ma'lumot bo'ldi degan gap. Nonisdan-da endi. Ashlar qarab turib, ammo bu masala manda ekan, bu masala sonliq ma'lumot ma ekan, endi buning hukmi ma'vo. deb ashnaqa asosan o'zimningki ko'z qarashi o'zimning xulosasini chiqaraman degan gap. Buni xatoligini isbotlaydigan odam sababini o'ttirib qo'yishi va shuning qarshi sonliq ma'lumotni o'ttirib qo'yalab, undan xulosa chiqarish kerak-da. U sonliq ma'lumot bo'lmay turib, sen unday qilding, sen bunday qilding desa bo'lmaydi degan gap. Bu yolg'onchi bo'ldi degan gap. Qarshi qilib so'zlaydi degan gap. Hissi. Shuningdek, birimni xatoligini bilish uchun uningki to'g'risini bilish kerak degan gap. Sening xato deyishdan burun uni to'g'risini bilish kerak degan gap. Uni to'g'risini bilmay turib xato desang, nima xato deb qarab tur degan gap shu. Shundan yig'izni biz tillaydigan gapda. Yig'izni tillaydigan gapda. Shundan asosli maqsadim meniki shu. Xitoydan men boshdim degandim. Kimga eng chong dushmanim bo'lsa shuni eng yaqin turaman-chu. Vaqt kelgan vaqtda foydasi tegadi deb. Shu meni asosli shu o'zimga yaqin yerdan to'g'ri undan keyin selishtirman, ammo asosliqdan nimam shu degan gap. Endi yana birisi hozir fursat bizga bek ko'p-chu. 90-yil kompyuter o'rganmaganlar 90-yil o'rgangan bo'lsa, hozir taraqqiyot bo'ladi degan gap. Ular o'rganmagandan keyin 2000 yilda hammadan uyda kompyuter o'qib ketganlar boshladi, uning unum bo'lmadi degan gap. Hozir cho'lga vaqtda o'sha AGI boshladi degan gap. Hozir boshladi. Hozir boshlasangiz siz yetisha olasiz degan gap. AI'ni o'rganganlar, uni burun o'rganganlarning oldiga kirib keta olasiz degan gap.
Hozir siz 5. qavatdasiz. Hmm. Birinchi qavatdan chiqib kelayotganlar bor. Agar siz 5. qavatdan tortib 6. qavatga chiqishni o'rgansangiz, undan keyin ular 5ga chiqqanda siz 6ga chiqsiz degan gap. Siz 6ga kirib ketasiz degan gap. Turkiya qanday olib 6ga kirib ketadi yani yasashdan. To'xtab, oxiri birilib esib ketdi yani olib Hmm. ketib degan gap. Dron texnikasi dunyoda 4 ming odam ichib kirdi degan gap. Hmm. Anda bu qanday bo'ldi? Ash fursatni ching tuta oldi degan gap. Biz hozir AGI'ni o'rgansak, kvantum texnikasini o'rgansak, undan keyin ximiya kasbida, biologiya kasbida, hamma sohalarda bir utuq qazni hozir tadqiqot temalar eng bilmasak, bu hozir taraqqiyot nerdan ketib bordi deganini bilmasak, eng bilmasak deganda turibdi. 2023 yillik Nobel fizik mukofotini kim olibdi? Ximiya mukofotini kim olibdi? Nima ish olibdi? Bu nima qilgan olibdi buni? Hmm. Deb izlanib beqishimiz kerakda. Undan keyin hozir dunyo miyadan miyaga ketib turibdi. Men nada qolibdiman degan o'ylashimiz kerak degan gap. Biz ashuncha g'ayrat qilib kuchab nima qilmasak, vatan uchun, xalqimiz uchun xizmat qilmasak, bizning balamiz bizdan o'ta xizmat qilmaydi degan gap. Chunki biz qanchalik qildikki, u bizni ko'rib turdi degan gapda. Odamlarning eng cho'ng alaylik do'rab o'rganish hayvonlar bilan o'rtaq xususiyat degan gap. Sizni ko'rdi, sizning qilayotganingizni qarab o'rgandi degan gap. Biz qancha kuchsak, shuncha kuchaydi degan gap. Biz oshirib kuchayalsak, undan keyin turtira deganda ish kapta deb oyda keladigan, yilda 3 qatim keladigan bir namoyish chiqib qo'yib, o'ngda yotar ekan. Demak, mushunda ishkanda bu vatanparvarlik degan Hmm. degan gap. O'sha keyingi nimada biz hammadan guvoh bo'lgan masaladan birisi mana shu Xitoy virusining dunyoni qamoqlashi bo'ldi-da. Hmm. Butun ekologiyani egizbas qilyapti. Endi undan keyingi siyosiy suiqasd tarafidan o'ttirib chiqarilgan yoki anda bo'lgan, manda bo'lgan degan bir shakldagi izohatlari bor hamda uning ba'zilari asosi bor, ba'zilari asossiz. Lekin nimada bo'lsa-bo'lsin, butun dunyoga odamlarni ishontiradi. Bir kichikgina virus. Agar shu chog'da ash virusning davosi menda bor, akla. Acha og'zingni, tutaman, ye. Saqaydingmi? Masalanchi, saqayta menda bor doğrusu, ammo vatanimni bersang beraman. Men bunda qilyapti desa, shu chog'i Xitoyga tukiradida. Ya'ni vital virusninki ochqichi bilan balkim Xitoyning bir jimishim qilgan bo'lish ehtimolligi bo'ladi. Ya'ni o qadar bir nima keltiradi, insonlarga vahim paydo qiladi. Endi demakchi bo'g'inimiz kelgusidagi bizning taqdirimiz nimaga bog'liq desa, yanada ilmga bog'liq ekan. Bir narsani yaxshi bilib tushunsak, o'qigan bo'lsak, ilmlik bo'lgan bo'lsak, shuning ochqichida bizning kelgusimizning taqdiri bor ekan degan narsa xuloslash mumkin. To'g'ri. Biz qachon ilmdan yiroqlashdik? Shu vaqtdan tortib qulluq yuzlandik degan gap. Eng oddiysi shu 250 yilning oldidagi xo'jalar davri keldi. Nereden keldi ki? Bunu bilmem. Keldi. Ağaçta kelgandiki qulluq mahkum bo'ldi degan gap. Yangilikqa intilish, yangi bir o'rganish deydigan u yangi bir ijod qilish deydigan bir narsa nol bo'ldi-da vaqtda. Chiqdi. Chiqqanlar hammasini birdan chiqdi. Birdan chiqsa, bola eriydi yani shu. Chiqqan vaqtda biroq ko'payib chiqqaningizga biroq bambuk tekdi shu. Biroq chiqqanligan vaqtda uning kendan kesib ulgurmaydi degan gap. Hozir bizningki qilgan ishimiz nima degan vaqtda yek yo'lit qilsangiz Turkiyalik davlat bo'lsangiz bitta kod qo'yib qo'yib ekib sulab qo'ydi degan gap. Seni vatanga vatetim deb propoz qiladi degan gap. Turkiyada qildi boshqalar qilmaydi degan olamdi. Hammasi qiladi degan gap. O'zining manfaati kamigachga hozir jim turadi degan gap. Gollandiya ham qiladi degan gap. Amerika ham qiladi degan gap. Qilmagan emasmi? Qilmagan yeri bormi? Qilgan burmi? Uni qilmadi deb hech kim deyolmaydi, qilmaydi deb hech kim deyolmaydi degan gap. Ash vaqtcha biz nima ish qila olamiz degan gap. O'zimizni qanday qo'g'daymiz degan gap. O'zining kuchi bilan o'zininki qonunlar bilan o'zini qo'g'dash kerak-da endi. Ashimni bilim ketadi degan gap, texnika ketadi. Buning uchun shu birlikda harakat qilgan vaqtimizda uning keyin bularga degan. Bu sistem yaratamisak, birisi bir kollektiv bo'lsa, uning boshliqi bo'lsa o'lgan zamonlar, yana bir boshliq bo'ldi, u parchalanib ketadi degan gap.
bu mezmunga yaxshi kirdingiz. Niyatda bu mezmun favqulodda muhim bir temada biz uchun. Agar siz bu haqda izlanish qilgan bo'lsangiz, maxsus bir program qilsak taxmin yaxshi bo'lardi ekan. Maxsus misoldan demoqchi bo'ldim, bugungi mavjud sistemalarda bizningki inqilobimiz yoki ko'rishimizni taxmin yaxshi yuqori ko'targan oldigan manda narsalar bor degan shaklda bir program qilinsa, taxmin yaxshi Uningki bo'lardi ekan. uni tayyorlik uchun 2018 tartib kutib bo'lgan tayyorliklar bor menga. Anda bo'lsa, o'sha programda birani qildi. Ya'ni haliqqa ba'zi qilsak bo'ldi. Uni Bence endi so'g'ish kirdingiz. Endi kirgandan keyin binoga kirdi. yo'q, suv qo'rqmaymiz. Ha. Bizningki nimalarningki bir hozir maydonga chiqmayotganlar nurg'unchu. Nimishqa degan gap to'rni ahlit insonlar qoplab ketdichu. Eg'izi buzuq. Zuvonda nima chiqqanini bilmaydigan insonlar ko'payib ketgan gap. To'g'ri axloq deydigan bir narsa qolmadichu hozir. Ko'pinchisining nimasi yo'q, kimligi yo'q o'tirdi. Bir gap qilgan zamonlar yeyishnim yo'qlab tillaydigan gap turibdi. Mana nimish bunda desa, sen nimish deysan mana deb bir savol tashlayolmaydi degan gap. Unda ahlit insonlar ko'payib ketgandan keyin to'g'ri bir nima deydigan insonlar ozlab ketdi. Masalan, Rag'bat ko'rinmaydi. 2018 ni burunga qarab baqsaq, 2020 ni burunga qarab baqsaq bo'ldi-ku, qancha o'zgarish bo'ladi degan gap. To'g'ri bir nima degan zamonlar shu sen uning xoini, sen buning chapini ko'tarib u deb shuni isboting qani? Men bayat deganda uchun men shu sabab bo'ladi, uning datasi bo'ladi, sonliq ma'lumotda. Men ondan keyin o'zimga asosan, oshnaga asosan yakun chiqarim degan gap. Unda bir nima bo'lmasa, sen yolg'onchi degan gap shu. Tuhmat. Shuningdek hozir bizga kelayotgan fursatlar nurg'un degan gap. Asl tutardi. Endi hozirgi bizningki Uyg'ur tashkilotlar cho'liga, dernek cho'liga vaqtda davlatlarning qo'llashidan ayrilgan zamonlar yo'q hech qaysi. Shundoq. Tibetlarning davlatning qo'llashidan ayrilib qolsa mustaqil turaver degan gap. Turaveradi. Biz ashunda bir yildizi borda uning. Yildizi bor. 10 ming kishilik harbiy qo'shinlar va necha ming kishilik qo'llaydigan insonlar bor degan gap uningki. Ular Hindistonning mablag'idan ayrilib qolsa, Amerikaning mablag'idan ayrilib qolsa-mu, ular o'zini mustaqil qilib ketaver degan gap, o'zini ishini ketaver degan gap. Ajrab qilish mumkin, ammo ular bor ularningki. Chiqilib kelsa yana qo'pollaydi degan gap. Bizning u bir to'pi dilab qo'ydi, bu yerga bu dilab qo'ydi degan gap. Shuni yeytib bir o'l qilib chiqindig'ichim xeyli vaqt ketdi degan gapda endi. Shuningdek 20-30 yil bir demokratik bir davlat yashab turibmi, demokratiyaning suniq yuqmagan insonlar nurg'un degan gap. O'zi demokratiya deb og'izdan tushmaydi, ammo boshqa demokratiya so'zlagan vaqtda ishda ko'payib qo'yadigan insonlar nurg'un degan gap. Yana so'z aylanib kelib programning boshlanish kirish qismida deb ketganimizdek, aslida o'ttirga o'zimni chiqish plani bo'lmaganligi uchun deganni mazmun qiladigan bir so'z bo'ladi-da, o'sha mazmun o'ttirib qo'yildi. Ya'ni asl maqsadimiz bizning xalqimizga sohalardagi uchurlardan bir xabardor berish bo'lganligi uchun men o'zimninki mushaning kasbiy so'z ahli yoki salohiyatini to'shqazgan bir bo'lmasammi so'zildim degan shaklda bir gapingiz bormi misoli? Ya'ni shu shaklda ifoda qilindi va hatto shu mushu ahli bo'lgan insonlar o'rnidan qo'pib men so'zda men gapim xato bo'ldi, taxim qo'shib ketib men chekinaman degan shaklda so'zingiz dedingiz. Albatta xatolikni qabul qilmayman-da. Xatolikni men degandek sonliq ma'lumotlarni isbotlan ko'rsatib bersa, sonliq ma'lumot degan isbot-a shu. Isbotlan manda yer xatolik qildi desa, o'rganib oldim deb men xo'shlayman unga. Chunki bir narsa o'rganib oldim. Dal mushu nuqtada yana bir mohiyat jihatiga o'xshash niyada desa, asli inqilobimizda, ko'rishimizda natija o'ttirga qo'ymoqchi bo'lgan, plan qilmoqchi bo'lgan narsalarningki izchilligi va unumi qatorliqlar bizning asli maqsadimiz bo'lgan bo'lsa, men ishning beshida men bo'lsam bog'liq, bo'lmasa buzg'uliq shakldagi butun narsalarni yig'ishtirib aytgan bo'lardi. To'g'ri. Bugungi programmani misha qadar qildi. Sizning bu oxirgi temamizda agar nimangiz bo'lsa, oldimizdagi fursatlarda ashtaqda bir program ilib borsak, bu taraqqiy qilgan davlatlarning nima uchun taraqqiy qilganligiga qarasaqmi, insonlarning shaxsiy safosi bizdan bek yuqori emas. Ammo shu
axlat bo'lsa-mu, aşı axlatning yerini tepib qo'ya oladi ekanda bular. To'g'ri. Bir ton mixchilik qimmati bo'lsa, ashularning mixni, shu mixning qimmatini belgilaydigan yerga olib qiqib, ashuning oldiga yana bo'yniga yana medal isib, mukofotlab mana shu soldi ekan. Bu jihatlarda o'rtoqlashgan narsalarimiz jiq bo'lishi tabiiy. Bo'lsa mushaqda programmadan birini qiladi inshaalloh. Mana bu fan texnik dunyosiga aloqador yangiliklarimiz yana inshaalloh davom qiladi. Albatta yana boshqa bu sohalarda izlaydigan qarindoshlarimiz bo'lsa, mayli bu zaten fan texnik dunyosi yolg'iz bunga ham qaramaydi. Mashina, keyingi dron deymiz, foto kamera masalan, her Biologiya, sohalarda ximiya, o'zining qiziqishi fizika. bo'lgan qarindoshlardan o'zining izlangan narsalarini taqdim qilaman degan vatandoshlarimiz bo'lsa, albatta bizning media monopolligida, siyosiy kontrollikda, mustamlikda cho'ng bo'lgandan keyin bek jiq sohada bek och qoldik-da. Şu ihtiyacımız bor. Fidoyilar ekrani zaten burundan tortib universal keliklikda. Hem shundoq, agar shundoq qarindoshlarimiz bor bo'lsa, himmati bor qarindoshlarimiz bo'lsa, albatta ularning xizmatida bo'lishga tirishamiz. Xolis, haqsiz mulozamat bo'lamiz. Bugungi programmada mana qarindoshimiz mana haqsiz taqdim qildi, biz haqsiz mulozamat qildik. Haqsiz taqatdik. Talab qilmaymiz hech kimdan. Rizqimizni Alloh berdi. Faqat vijdonimizga javob uchun xizmat deb davom qilyapmiz. Fidoyilar ekranininki nomi fidoyi ekran emas, fidoyilar ekrani. Bular kimlar desa, ekran chiqqan qarindoshlar bilan, ko'rurman do'stlar bilan birga hammalar qo'shilib bir ekran. Hammalarning ekrani degan shaklda qo'yilgan. Shunga himmati va qarindoshlar bo'lsa, marhamat, darvaqat ishimiz ochiq. Sizga ko'p rahmat. Keyin qatimli programma. Men bir oxirlashtirdi. Hamda Tamam. kelar qatimliq oxirgi mening planimda 3 qatimliq nim qilishdi-chu, sizga degandim. Oxirgi kvantum texnikasini bir boshdan bir qo'yman. Ya'ni tafsiliy tushundirmanchi, bak tafsil o'qib ketmasa endi o'zimning kuchimga yetishdi. Shuning bilan bu fan texnika nimasini oxirlashtirman. Shu ma'noda 20 minutlik, 25 minutlik atrofida hozir bugungi tema munosabatsiz gap qilib qoldik. Shunga xafa bo'lmaysizlar, kechirgaysizlar, kechirib so'raymiz. Xo'sh, Allohga emanet bo'linglar. Batınlıqqa universal sahada ehtiyojlarimiz ko'p. Bir narsani o'rganib, shuninglarla o'tib ketgan bo'lmaydi dedim. Aşama aloqalar yana boshqa narsalarning hikoyasini anglaydi, tajribasini to'playdi, savqini, darslarini chiqartdi-da. Shunga 20 minut atrofida boshqa bir sohaga o'tib ketish vaqt isrofi yo boshqa narsa emas, faqat temaning sirtida chiqib qoldik. Ammo manfaatsiz emas. Her ish joyida, vaqtida, o'rinda bo'lgan. Kelar qatimli program ko'rishdi. Rahmat sizga. Alloh emanet. Do'stlar, ko'raman do'stlar, sizlarni Alloh topshirdi, amon bo'linglar. Kelar qatimli program ko'rishcha har yerda bo'lsanglar amon bo'linglar. Do'stlar, tavsiya qilib qo'yinglar. Fidoyilar ekranida kelar qatimli program ko'rishadi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.